Yengil davrlar kuchsiz insonlarni olib keladi va sizni farzandingiz kuchli bo'lsa o'tib ketadi. Tashqi omillar qancha kamaygani sari fokus jamlash ancha osonroq bo'ladi. Biz hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, Temurbek, oldingi zamonni teskarisi. Ba'zi narsalar o'zi taq etib yasab qo'yadi-yu. Qanday qilding? Kimdir o'rgatdimsa, yo'q, o'zim qobiliyat bor-da. Bolamizda ilm yo'lidan ketadimi, amaliyot yo'lidan ketadi, aniq qila olishimiz kerak. Laboratoriyani men hayotimda ko'rmagan odamman. Na fizika bo'yicha, na kimyo bo'yicha. Faqatgina kinolarda nimadir portretlarda kichkinagina. Qanday o'shini ko'rgan odamman. Men shunaqa ota-onalarga aytardim-da, agar farzandi rus maktablarga borsa, eng kamida uyda o'zbekcha gaplashishlarga. Ilm tili ingliz tili. Assalomu alaykum Aziz aka. Assalomu alaykum. Xo'p, bugun Robbit loyihasi doirasida siz bilan yosh bolalar, ya'ni bolalar, ularning ta'limi, ularning texnologiyaga qiziqishi bo'yicha o'zaro suhbatlashmoqchimiz. Avvalo rahmat aytaman suhbat uchun. Birinchi o'rindagi masala, biz 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga ta'lim beramiz Aziz aka. Robbit loyihasida va bolalarning texnologiyaga qiziqishi. Bugun mana bizda coworking zona bor. Kecha yaqinda eshitib qoldim, coworking zonani biz o'zi dars uchun ochganmiz. Lekin u yerga bola kelyapti-da, ancha erkinroq muhitga kelyapti-da. Kelib qo'lida telefoni bor. Telefonda o'yin o'ynayapti. O'zi vaholanki biz o'yindan chiqarib olmoqchimiz, lekin yana bola telefon o'ynayapti. Bugun ko'proq siz tajribangiz bo'yicha gaplashsak degan edim. Ya'ni tajriba chunki eng qimmat narsa. Bolalarni ta'limi bo'yicha ancha yillardan beri borsiz va biz bugun aynan 8-15 yoshli bolalarga endi ta'lim berishni boshlagan bo'lsak, siz ancha yillardan beri, ya'ni biz ma'lum bir soatlarda bo'lsa, siz kunlar davomida har kuni bola bilan ishlaysiz. Umuman ularning qiziqishlari, texnologiyani qaysi etapda cheklash kerak ota-ona boladan. Qaysi etapda erkinlik berish kerak. Qaysi etapda uni xohishlari eshitiladi. O'zi umuman bu soha, ya'ni texnologiya sohasi, robototexnika sohasi bola uchunmi yoki yo'qmi? Ya'ni hamma baribir aytishing bo'la olmaydi. Hamma deylik muhandis bo'la olmaydi. Balki u boshqa sohaga o'rganar yoki har qanday sohani egallashdan qat'iy nazar texnologiyani ma'lum bir etapini o'rganish kerakmi yoki bola. Umuman bugun bolalar ta'limi, texnologiya, ularning texnologiyaga qiziqishi va qaysidir joyda qizil chiziqni bolalar uchun tortish masalasi haqida o'zaro suhbatlashsak juda zo'r bo'lardi. Juda toza mavzu. 7-sinf o'quvchimiz bilan gaplashib turibman. Gaplashib turib, nimaga kech qolsan har kun ertalab bormi? Gaplashib, kech uxlayman zaka deyapti. Kech uxlayman ustoz deyapti. Xo'p, nechida uxlaysan? 2da deyapti. Xo'p, 2gacha nima qilasan? Endi telefon ishlataman. O'yin o'ynashing kerak deyapman. Ha, o'yin o'ynayman. Nechida o'yin o'ynash boshlaysan? Mana shu maktabdan chiqqanda telefon qaytarib berasizlar-ku deyapti. O'shanda mashinada qo'limga olaman. O'sha 2da qo'yaman deyapti. Kuniga 7 soat bu ishlatadi maktabdan tashqari va 5 gacha maktabda bo'lganda. 7-sinf bolamiz haqida gaplashyapmiz. Bu bola baribir chetlatdik maktabdan oxiri o'qib tortib keta olmadi. Shanba kunlaricha, maktabga kunlaricha. Bayram kunlari qanaqa desam 14 soat dedi. 14 soat o'ynayman. Bilasizmi dedi, men voz kecha olmayman dedi. Noto'g'riligini bilaman dedi. Yillardan beri shunaqa dedi. Yillardan beri men bilmadim nima qilishim kerak. Mana maktabga kelyapman, o'tiribman. Ya'ni ochiq ayta olyapti buni. Ochiq, men o'rganib qolganman. 7-sinf endi katta bola, 14 yosh bola, fikrlashi ham boshqa yaxshi. Lekin nima qilib tortib ketadi? Yana bitta narsa azizga deyapti. Bilasizmi, men xohlamayman deyapti. Lekin hamma o'rtog'im shu yerda deyapti. Ya'ni muhit. Mana misol uchun Telegram gruppa bor deyapti. O'tib gaplashiladi. 80% mavzu shu. Mavzudan gaplashishadi. Agar siz o'sha kechagi o'yinda o'ynamagan bo'lsangiz, tushunmaysiz nima mavzu bo'layotgan deyapti. O'ziga o'zi rahmi kelyapti, xohlamayapti, lekin muhit tortib ketyapti va uni hayoti shu. Va kech uxlayapti natijada. Kech uxlagandan keyin kech turyapti, maktabga kech kelyapti. Birorta fan unga o'sha o'yinchalik qiziq bo'la olmaydi endi. Eng zo'r o'qituvchini qo'yib berganimizda ham, eng zo'r tajribalardan dars o'tganimizda ham. Bu unga tenglasha olmaymiz, chunki u yerda hamma narsa bor. O'yin industriyasini o'sha eng zo'r game dizaynerlar o'tirib ishlagan, o'yin, ssenariy, o'zini o'rtoqlari, o'zi tanigan odam onlayn butun dunyo bo'yicha bunga yetisha olmaymiz.
bunga tusha olmaymiz. Ehtimol PUBG'ga qaramay qo'ygan PUBG, kerak. qaramman dedi. Ochiq aytdi, "Men qaramman" dedi. "Nima qilsam bo'ladi?" dedi. Nima qilsam, nima qilayman? Mana shu endi u yerda eng zo'r yechim tabiiy u anaqa qilish, telefonni olib qo'yish. Ya'ni telefonni olib Ota-ona qo'yib, tarafidan. ota-ona tarafidan telefonni olib qo'yib, oddiy o'sha knopkali telefon berib qo'yish. Eng katta yechim shu. 1 yilda, 1,5 yilda balki esdan chiqadi. Lekin bir vaqtni o'zida bola aytyaptiki, uni olib qo'yiladigan bo'lsa, boshqa narsalari ham kerak-ku. Misol uchun Telegramim bor, boshqa bor, uy vazifalarni ko'raman. Ya'ni ota-onada ham dilemma bor. Ya'ni kerak-ku degan masala. Shuning uchun man Waldorf maktablari bor. Yana shu PUBG o'yinlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, Instagramni ishlab chiqaruvchi o'sha razraботчиклari, Facebook razraботчиклari yashaydigan Silikon vodiysidagi maktab tarmoqlari bor. San Fransiskoda, Kaliforniyada asosan Waldorf maktablari xususiy maktablar bo'ladi. Amerikadagi eng qimmat maktablar. Agar bu maktablarga bolangizni beradigan bo'lsangiz, maktab ichida telefon ishlatish mumkin emas. Davlat maktablarida ham shunaqa hozir, bizda ham hamma joyda shunaqa. Lekin bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti, bola 14 yoshdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bola uyda ham telefon ishlatish mumkin emas. Maktabga olinishini sharti shu. Bizni farzandlarimizni telefonga qaram qilayotgan, ya'ni qaramlik odamning o'zida ham bo'ladi, lekin aynan telefonga qaram qilayotgan kompaniyani mana shu razraботчик deymiz, rus tilida, o'zbek tilida muhandislari, psixologlari, CEOlarini farzandlari mutlaq telefon ishlatish mumkin bo'lgan maktabda o'qishadi. Men shuni aytaman keyin ota-onalarga. Shuning uchun tavsiya shuki, biz buni chegaralolmaymiz. Biz hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, Temurbek, oldingi zamonni teskarisi. Ya'ni oldin biz farzandlarimizni, mana bizni ham hattoki real olamimizni nazorat qilish qiyin bo'lardi. Biz chiqib ketardik, dala-dashlarni aylanib, garajlarda o'ynab, shaharlarga borib, transportga o'tirib, bir kun ukam bitta avtobusga o'tirib, kanechkasiga borib, u boshqasiga chiqib, aylanib kelibdi. Kelgandan keyin bilyapmizda, na telefon bor, na boshqa bor. Real olamimizda nazorat kam bo'lardi. Chunki yuraverdik ko'chalarda, dayda boshqa qilib, aniqon hovuzondan o'tdim Balchiqda. Balchiq xavfli, keyin anaqada temirlar yotibdi. Keyin yaxshilab qarasam, bu shu hovuzda biz yoshligimizda cho'milgan ekanmiz. Qanaqa odam bo'lganmiz deyman. Suvni rangini qizig'i yo'q edi. Suv bo'lishi suvni rangi qanaqa-da, daraxtga olib qo'ymaysizku suvni, lekin shu yerda cho'milganmiz-da biz. Qizig'i yo'q edi. Yurgan ekanmiz, ota-onamiz qaragan davom. Xo'p, endi virtual olamni nazorat qilish oson edi. Ya'ni televizor kanallari cheklangan, o'qiydigan kitoblarimiz, gazetalarimiz ota-onamiz orqali kelardi. Virtual olam 2007, 2008, 2010 gacha smartfon bo'lmagan, deyarli to'liq nazoratda bo'lgan. Ya'ni biz o'sha millenium, qaysi avlodmiz biz? Milleniumizmi? Millenial deymizmi? Milleniallar o'sha avlodi 91-yildan buyog'iga avlodlar. Mana shu avlodda biz shunaqa katta bo'ldik. Virtual olamimiz nazoratda, nima ko'ramiz, nima hammasini ko'rish mumkin, lekin real olamimiz nazoratda emas. Hozirgi bolalarda teskarisini ko'ryapman va bu katta muammolarga olib kelyapti. Ya'ni real olam ota-ona to'liq nazoratga olgan. Hozir mana kelishdan oldin guruhda ota-onalar guruhida bitta anaqa yozibdi, aka. Maktabni tashqarisigadan to ko'chagacha va ko'chadan yo'l nari betidan boshlagan bitta xavfsiz yo'lak qilsak bo'lmaydimi bolalarga? Ya'ni o'sha mashinalar kirib chiqishiga, boshqasiga, ya'ni maktabgacha hali 500 metr bor. Lekin shu bolalar uchun alohida bitta yo'lak qilaylik, mashinadan xavfsiz borib kelsin. Men shuni mashinadan tushiraman. Mashinadan tushiraman bolamni, o'sha xavfsiz yo'lakka o'tadi, xavfsiz yo'lak bilan yurib boradi va maktabiga kirib ketadi. Qayerga boradi? O'zimiz boramiz birga. Taksi Yandekslarini misol uchun nazorat qilib turamiz, qayerda yuribdi, boshqa vaqtda maktabda to'garaklar qilib tashaganmiz, u to'garakdan chiqib bu to'garakka smartfon orqali, soatlar orqali, smartwatchlar orqali qayerdaligini bilib turamiz, doim vaqtini band qilib tashaganmiz. O'rtoqlari bilan qayerda yuribdi, nima qilib, doim nazoratdamiz. Ya'ni offlayn olami nazorat kuchaygan oldinga qaraganda. Ya'ni ertalabdan kechgacha bolani band qilib qo'ysa bo'ladi. Band qilib qo'ysa bo'ladi va qilishyapti ham va nazorat ham bor. Men buni o'zimizning oilada ham, o'zimiz mahallamizda sezaman. Biz katta bo'lgandik, ukalarimiz, kichkinamiz katta bo'lmayapti. Ya'ni real olami ularning nazorat ostida. Lekin bitta muammo bor. Virtual olam nazoratdan chiqib ketdi. Nima ko'ryapti u? Qaysi blogerlarni kuzatyapti? Instagramda kimga obunachi bo'lgan, YouTube'da kimlarni kuzatyapti, kimlarni kumir deb bilyapti o'ziga? Fikrlashni kimdan o'rganyapti? Fikrlash kimdan, qanaqa kitoblar, qanaqa kontent ko'ryapti, kimlar bilan Discordda, Telegramda, onlayn, ya'ni chatlarda kim live streamlarni kuzatyapti, biz bilmaymiz. Bizga u notanish, u qorong'u dunyo. Biz mana shu real nazorat qilsak, ota-ona sifatida bo'ldi, biz uni qoyil qilib qo'ydik.
Lekin boyiga o'tirib muni ichiga kirgandan keyin miya uchun farqi yo'q. Real dunyo, virtual dunyo, u hamma narsa elektr signal u uchun. Mana shu tendensiyani kuzatyapman va ota-onani chaqirib, siz farzandingiz mana bunaqa odam, bunaqa narsani yaxshi ko'radi, mana bunaqa kuchli taraflari bor, mana bunaqa kamchiliklari bor, mana bunaqa misol uchun yomon odatlari bor desangiz, man bilan bunaqa emas. Bor, ba'zi ota-onalar shunaqa. Chunki u real dunyoni hisobga olib aytyapti. Haqiqatda real dunyoni hisobga olganda bolasi unaqa emas. Bolasi real dunyoda u so'zlarni o'rgana olmasdi, u odatlarni o'rgana olmasdi, u ishlarni qilmasdi. Lekin uni biz nazorat qila olmagan boshqa dunyosi bor. Va u kuniga boya aytganimizdek 5 soat, 3 soat, 7 soat ba'zi bolalar. O'sha yerda. Demak, yechim nima? Yechim men o'zimni oilamda qo'llaydigan narsa, maslahat beraman. Ba'zi bolalarda shu yechim qo'llanganini ko'rdim, zo'r ish beradi. 15 yoshgacha mutlaq telefon cheklash. Ya'ni telefon va ijtimoiy tarmoqmi? Yo'q, smartfonni cheklash. Smartfonni. Bu zarar. Qanaqadir texnologiyadan qolib ketadi bola. Lekin mutlaq cheklash. Zararni ozini olamiz baribir. Zararni ozini olamiz. Ya'ni biz har holda biz nima foydadan quruq qolayotganini bilamiz. Lekin PC ni cheklash emas. Ya'ni o'sha uyda turadigan katta kompyuter bor-ku, u ham hamma ko'rinadigan xonada, o'zini xonasida, ichidagi ichkari xonada emas. Ayvonda deylik, shu ayvonda yoki mehmonxonada katta kompyuter qo'yib, o'sha shaxsiy kompyuter deymizmi, personal kompyuter qo'yib, ana shu kompyuterni bolaga qilib berish. Mana shunda texnologiyani o'rganib o'rsin. Endi ko'pincha ota-onalar agar bu gapni aytsangiz, men bolam bilan bog'lanib turishim, ya'ni qayerdaligini bilib turishligim uchun ishlataman, berib qo'yganman deydi. Yechimi nima bunga? Oddiy telefon. Mana shu yerda mana men bu yerdaman va o'sha lokatsiya jo'natadigan knopkali telefon. Knopkali telefon. Shunaqa o'quvchilarimiz bor, o'qigan. Men o'zim ham o'qitganman shunaqa bolalarni. O'ta tiniq fikrlaydi. 14 yoshli, 15 yoshli bola bilan gaplashyapsiz yo'masam. Juda ko'p kitob o'qiydi, misol uchun. O'ta bir narsani aytsangiz mulohaza qiladi. Yana uzoq muddatli diqqatni ushlab tura oladi. Asosiysi shu, hozir muammo shu bo'lib qolgan. Uzoq 40 daqiqa darsda diqqatini ushlab tura oladi. Uzoq leksiyalar o'tsangiz, uzoq videolar qo'yib bersangiz diqqatini ushlab, boshida nima degani esdan chiqmay qoladi-da. Asosiy masala shu diqqatga qolmagan. Bunaqa bolalar bor. Mutlaq o'sha ota-onalari shu yo'nalishi, shu yechimni qo'llashgan. Ya'ni telefon berishgan, lekin oddiy knopkali telefon. Endi bosim, bu yerda endi bunga qarshilik nima desak, boyaga aytganim, tengdoshlarning bosimi. Tengdoshlarda telefon bo'ladigan bo'lsa, smartfon, iPhone, boshqa yoki Telegram, Discord, PUBG, mana shu o'zi bolalar nimaga kiradi? Reelsga, TikTokga, PUBGga, hattoki kirishni xohlamagan bolalar ham, mana bizni kuzatuvimiz natijasida o'rtoqlarim shu yerda bo'lgani uchun kiradi. Bizda adashmasam 2013-yilda bo'ldi, WhatsApp ishlatardi hamma. 2014larda bo'ldimi? Hamma WhatsApp ishlatardi. 1 yilga qolmay hamma Telegramga o'tib ketdi. Nimaga desa, u payt Telegram mashhur emas edi, lekin hamma qarindoshingiz, do'stlaringiz, siz gaplashadigan, eng ko'p gaplashadigan odamlar o'sha yerda bo'lsa, ular Facebookda bo'lsa, siz Facebookda bo'lasiz. Ular Instagramda bo'lsa, siz Instagramda bo'lasiz. Qayerda bo'lsa o'sha yerdasizda. Chunki inson ijtimoiy, baribir ijtimoiy mavjudot. Shuning uchun men ota-onalarga aytamanki, bolalarni agar cheklamoqchi bo'lsanglar, o'rtog'ini, ota-onasini ham topinglar-da. 3 ta 4 ta o'rtoq. Misol, ota-ona bilan kelishib turib, hamma bir xil, eng yaqin o'rtoqlar, o'sha eng yaqin ota-onalar bir xil yechim qo'llashsin. Ya'ni hammalik olib qo'yishsin telefonni, oddiy knopkali telefon bersin. Bolalar shunda ko'nadi. O'rtog'imda bor edi, yo'qmi? O'rtog'ida yo'q. O'rtog'im ana unga chiqibdi, yo'q. Unda yo'q. Bo'ldi, oddiy telefonda bemalol ko'chada o'ynayversin, misol uchun futbolga chiqishsin, to'garaklarga borishsin, kitoblar o'qishsin, mayli uzoq-uzoqlarga borishsin, misol uchun qayerdadir joylarda biz olib boraylik, qayerdadir ota-onasi olib borsin, lekin hamkorliksiz bo'lmaydi. Mana shuni sezdim, chunki bitta boladan olib qo'ysangiz, u tengdoshlar tomonidan o'zini ajralgandek his qiladi. Boya aytdim-ku, mavzu ketyapti, u mavzudan bexabar, chunki u mavzu o'sha umumiy guruhda gaplashilgan, Telegram guruhida gaplashilganda. Mana shu muammo bor va mana shuni yechish uchun shu yechim ota-onalar va agar bolaga 14 yoshgacha, hattoki 13-14 yoshgacha telefon berilmasa, o'yin o'ynamasa bola agar, bo'ldi, u yog'iga keyin o'ynamaydi, chunki qolib ketadi orqada. Yenga kiradi, bir ikki marta o'ynaydi, yutqizadi. Yutqizgandan keyin menga emas ekan, menda shunaqa bo'lganda. Maktab jamoasiga qo'shishgan Counter Strike bo'yicha va u meni birinchi marta kompyuter oldiga o'tirishim bo'lgan. 9-sinf bo'lganman. Va men qo'shilgan jamoa yutqizardi. Birinchi men o'ldirib ketishardi.
Natijada man o'ynashni bilmayman, manga emas ekanman deb shunday tashlab chiqib ketganman. 15 yoshimda birinchi marta kompyuter oldiga qilganman. Ya'ni shu jamoaviy. Yolg'iz o'yinlar bunchalik o'rgatmaydi. Misol uchun yolg'iz misol uchun mana biz ham o'ynardik-ku, bitta uyingizda kompyuter bo'lganda har xil o'yinlar o'ynaysiz, unchalik o'rgatmaydi chunki ijtimoiy elementi yo'q. Shunaqa. U yutasiz, bo'ldi, yutganingizdagi o'yin qiziq emas sizga. Lekin jamoaviy bo'lganda u yerda doim do'stlashuv, suhbat mavzulari ham bor. Shuning uchun bu yerda ko'proq ota-ona bilan mana shu narsalarni, mana shu ishlarni olib borish kerak va albatta buni qilganimizdan keyin bo'sh vaqt ortib qoladi. Mana bo'sh vaqt ortib qolgan vaqtga endi boyagi to'garaklarni qo'yib tashlasak bo'ladi. Qo'yish ham kerak. Xo'p, Rahim School'da aynan mana shu narsani qo'llashda, ya'ni hammani telefondan voz kechishda nima to'sayapti? Ya'ni siz ham xuddi shunaqa hozir menga bitta misol keltirdingiz, bitta maktabda 14 yoshligacha telefon ishlatish ham mumkin emas deb aytdingiz. Nega siz o'zingiz shuni qo'llamayapsiz? Sekin-sekin kelyapmiz. Sekin-sekin buni birdaniga, ya'ni birinchi va hozirgi ketayotgan narsamiz maktab hududida mutlaq ishlatish mumkin emas. Bu so'roq hozir o'zim uchun ham yozib oldim. Mutlaq ishlatish mumkin emas. Hududga kirganda topshiradi va kalitni beradi. Agar mabodo chiqib qolsa, unga ijtimoiy, ya'ni jazo bo'ladi. Unga bu narsa plyusga ishlamaydi. Balli minus bo'ladi, nimaga olib kiribsan deyiladi. Birinchisida olib qo'yiladi, kechqurun beriladi, ikkinchisida bir kunga olib qo'yiladi, uchinchisida bir haftaga olib qo'yiladi. Ya'ni olib kiritilmaslikka harakat qilinadi. Birinchi shuni odat qilib olish. Buni qilib olganimizdan keyin sekin bo'ldi. Endi nechinchidir sinfdan boshlab bizni maktabimizda o'qiyotgan bo'lsangiz, smartfon ishlattirmaysiz bola. Ya'ni bu uni shaxsiy narsasi bo'lgani uchun maktabga reputatsiya kerak. Bu narsani eta olish uchun. Ya'ni bu maktab nima qilayotganini biladi, buni natijasi bor, mana bir necha yildan beri ishlayapti. Nima uchun so'rayotganini, nima uchun bu narsani talab qilayotganini ota-ona aytadi. Men biladi o'tayotganini. Aytganiga kiraylik, chunki u aytishi mumkin-da, men shaxsiy hayotim, uyda telefon ishlatadimi yo'qmi degan narsa berish uchun, yo'q, uzr, biz bu sinovdan o'tgan degan narsani ayta olishimiz kerak. Shuning uchun vaqt talab etadi. Hozir bizda faqat boshida sinfxona ichida ishlatish mumkin emas edi, maktab hududida mumkin edi, keyin mutlaq maktab hududida atmen bo'ldi. Endi sekin-sekin mana borgan sari buni kengaytirib boramiz chegarasini. Zo'r. Menga yoqdi to'g'risi, shuni qilish kerak. Bu va boshida balki ota-onalar balkim boshida tushunmas, lekin siz bitta narsani ko'p aytdingiz, bolani fikri tarqoq bo'lmaydi dedingiz-ku, fokusi bir joyda bo'ladi dedingiz. Bu bor haqiqat. Ya'ni agar deylik tashqi omillar qancha kamaygani sari fokus jamlash ancha osonroq bo'ladi. Shunaqa. U qisqa videolarga o'rgangan, qisqa o'yinlar, o'sha bo'ladigan tez aktiv voqealarga o'rgangan narsa miya keyin harflarga qaraganda zerikishni boshlaydi. Kolumbiya universitetining tadqiqoti chiqdi. Bolalarga biz deydi kitob universitet, bu top universitet. Bolalarga biz kitob o'qib kelishni uy vazifa berish sifatida to'xtatdik deyapti. Universitet aytyapti. Nimaga? Maqolalar beryapmiz va video ko'rib ketyapmiz. Mana shu professor unaqa videosi bor, shuni ko'rib xulosalarini yozib kelgan. Oldin kitob berib, kitob bo'yicha yozdirgan. Nimaga desa, bolalar o'qiy olmayapti kitobni. Bolalar 4 soat davomida, 5 soat davomida o'tirib, bitta anaqani tugatishga sabri yetmayapti. Shuning uchun maqola beramiz, video beramiz. Nimaga desa, chunki maktabdan kelayotganda oldingi bolalar tayyor bo'lib kelardi. Mana shu bosim, nagruzkani ko'tarishga. Hozirgi bolalar tayyor emas. Bitta universitet professor bilan gaplashib qoldim. Bizdagi universitet, katta universitet, juda katta pul tikib qilishyapti. Coin tizimi, ball tizimi, sovg'a tizimi, mana shunaqa qilishyapti universitet. Nima qolsa desam, bolalarni qiziqtirmayapti. Universitet katta bola, u biladi nima uchun kasb, misol uchun pul topish kerak, kadr bo'lish kerak. Ongli ravishda 20 million kontrakt olib o'qiyapti. Lekin mana shunaqa qilmasak bo'lmayapti. Mana sen o'qisang, dissertatsiya yozsang yoki o'zingni kursovoy ishingni qilsang yoki davomating yaxshi bo'lsa, men senga coin beramiz, coinga mana iPhone sotib olasan deb turib, ya'ni o'yinga o'rgangan bolalarni o'yin orqali universitetda ham hattoki qiziqtirish bu tabiiy hol bo'lib qoldi. Shuning uchun bu zamonda kimki farzandini agar diqqatini maksimum ushlab tura oladigan qilib yetishtirsa, bo'ldi. Ular bilan raqobat qilish oson. Bundan keyingi avlod bilan raqobat qilish oson bo'ladi. Kuchli insonlar, o'sha yengil davrlar kuchsiz insonlarni olib keladi va sizni farzandingiz kuchli bo'lsa o'tib ketadi. Muammosiz, ya'ni ancha yordam bo'ladi hammaga. Zo'r. Aziz aka, bizda yaqinda bir holat bo'ldi. Biz umumiy Robbitda biz har doim ota-onani chaqiramiz Robbitga. Chunki bu yoshda, past yoshdagilar uchun target yoqib bo'lmaydi. Instagramda ham, Facebookda ham, ya'ni nima qilamiz? Ota-onani chaqiramiz. Endi robototexnikaga ota-ona ham qiziqish kerak hozir. Undan keyin bola ochiq darsga kelgandan keyin bolani ham qiziqtirishimiz kerak.
ba'zida shunaqa holatlar bo'lyaptiki, ota-ona istaydi bolasini o'qishini, lekin bola istamaydi. Endi bizni ham o'zi maqsadimiz nima robototexnika o'rgatishdan? Uni injener qilish emas. Biz boshidan aytamiz, ya'ni agar injener bo'laman desa yordam beramiz. Injener bo'laman desa yo'naltiramiz, lekin bizni eng asosiy maqsadimiz boladagi nima uchun degan savolga javob berish. Ya'ni o'ziga o'zi bola nima uchun bu qanday tayyorlandi? Bu qanday tayyorlandi va qanday qilib buni bo'lyapti? Faqat tanqidiy tahliliy fikrlashni bu orqali rivojlantirish. O'zi umuman dunyo bo'yicha kecha yaqinda o'sha musobaqalarni ko'rib chiqdik robototexnika bo'yicha. Asosiy maqsadimiz deyilgan joyga bitta asosiy sababni yozgan. STEAM tanqidiy tahliliy fikrlash. Mana shu, ya'ni biz bolani STEAM bo'yicha tayyorlamoqchimiz. Ya'ni logikasini oshirmoqchimiz, tanqidiy tahlillashga yordam bermoqchimiz. Endi nima vaziyat bo'lyapti? Ba'zi holatlarda ota-ona istayapti, bola istamayapti. Mana yaqinda bir narsa bo'ldi. Ota-ona bolani boshqa kasb bo'yicha mutaxassis bo'lishini istayapti, lekin bola qochib bo'lsa ham kelyapti. Hatto mendan so'rashsa, ya'ni ota-onasi umuman pul ajratmoqchi emas, bola juda yaxshi ko'radi. Ota-onasi uni doktor bo'lishini istaydi, lekin bola bu yerga kelib har kuni eng zo'r tomonini aytsam, u bolani biz musobaqaga tayyorlamoqchimiz hozir. Lekin ota-onasi qarshi. Chunki unda qobiliyat bor. Bilasiz, ba'zi narsalar o'zi taq etib yasab qo'yadi-yu. Qanday qilding? Kimdir o'rgatdimsa, yo'q, o'zim, ya'ni qobiliyat bor-da. Ota-onani o'zimman bolasini yo'naltirishi yoki sen buni o'rgan yoki buni o'rganma deya olishi yoki bolani qobiliyatini to'g'ri aniqlab olishi uchun ota-ona va farzand o'zaro qanday muloqot qilish kerak yoki nima qilib farzandni to'g'ri yo'naltirsa bo'ladi. Umuman texnologiya, endi mana hozir biz aytyapmiz, qo'lida telefon yo'q. Shaxsan men uchun ham o'zim uchun ham juda yaxshi narsa bo'ldi. Biz robotdan buni sinashni boshlaymiz. Kerak bo'lsa biz aytamiz, ya'ni farzandingizdan telefonni olib tashlang yoki qo'liga oddiy telefon bering. Bu qo'limizdan keladigan narsa. Lekin biz aytdik, baribir domashniy kompyuter yoki noutbuki bor, baribir bolalarda, ya'ni texnologiya bilan nima bo'lsa ham kirishadigan qismlari bo'ladi. Mana shu haqida gaplashaylik. Ota-ona 8-15 yoshli o'smir deylik, o'smir bolalasiga qilib berishi mumkin bo'lgan yaxshiliklardan bittasi, o'zi ko'p emas yaxshiligi, 3-4 ta yaxshiligi bo'lsa, bittasi bu uni o'zini ochishga qo'yib berish. Ya'ni nima iqtidori bor, nimalar unda o'xshaydi, nima ishlar unda o'xshamaydi. Nima ishlarni o'qisa soatlab, kunlab qilib tura oladi, nima ishlar uni tez zeriktirib qo'yadi. Mana shu narsani biz iste'dod qobiliyat deymiz. Mana shuni aniqlashga yordam berish. Avvalo ota-ona kuzatuvchan bo'lsa, bolasiga qarab ham taxmin qila oladi. Bu bolam sabrliroq, bu bolam harakatchanroq, risk yaxshi ko'radi, tadbirkor bo'lishi mumkin. Bu bolam narsani ichini kovlashga qiziqadi, to ochib ko'radi hamma narsani. Kuzatuvchan ota-ona avvalo buni o'zi ozgina farzandini kuzatsa 1-2 hafta topadi. Lekin hammamizda ham bu narsa imkoniyat yo'q, vaqt yo'q. Demak, ikkinchi yo'li bolani iqtidorini topishi bu test and trial deydi, ya'ni sinov. Sinov qilib ko'ramiz, xato qilib ko'ramiz. Mana shu orqali topamiz. Ya'ni bolani agar qobiliyati bor narsada, unda zo'r o'xshaydigan narsada karyerasini deymizmi, ishini olib ketsa, u deyarli ishlamaydi. Ya'ni maza qilib o'ynab kulib o'yin sifatida qabul qiladi hayotni. Konfutsiyni gapi, u 2000 yil oldin aytgan. Qiziqqan, yaxshi ko'rgan narsangni top va sen ishlamaysan. Ishlaydi. Tabiiy 20%, 80% unga oddiy narsa bo'lib qoladi. Xuddi bir shaxmat o'ynagandek qilib tashlaydi. Qobiliyat topmasa u eziladi ishida. Qiynaladi, zerikadi. Qattiq chiqib ketsam ekan deb o'ylaydi. Va bilamiz 25-30 yoshda ish almashtirish og'riqli. Yuk bor, jamiyat sizdan kutuvi bor, ota-onangiz aytadi, "Seni shuncha o'qitdik-ku" deydi. O'rtoqlaringiz bor, bola chaqali bo'lasiz va sohani topish vaqtliroq bo'lishi kerak. Mana shu to'garaklar, jumladan albatta texnika, IT bolasini iqtidori bormi, yo'qmi bilish uchun xizmat qilish kerak. Bo'lsa baraka topsin, bo'ldi, ketsin shu yo'nalishda. Bo'lmasa yo'qligini bilib olsin. Endi lekin shu yerda bitta argument bor menda. Ota-onaga nisbatan ishlataman doim, men o'zim bitiruvchilarimga ham aytaman. Bolalar deyman. Aqliy qobiliyat deyman. 3 xil bo'ladi deyman. Asli bittasi bu tahliliy qobiliyat, analitik qobiliyat, bu ilm, ya'ni tahlil qilib solishtirib bilish. Ikkinchisi bu innovatsion yoki ijodkor ilm, miya bo'ladi deyman. Ya'ni u yo'q narsani bor qiladi, bu bor narsani tushunib yetadi. Va uchinchisi aralash bo'ladi. Bo'ldi, aqlni 3 ta turi bor xolos.
3 xil turda ishlaydigan aql bor. Asli 2 xil tur, bittasi aralash. Endi men aytaman bolalarga, bolalar deyman, insonda aqliy qobiliyati bormi? Matematikani o'qib olyaptimi u? Yoki fizikani o'qib olyaptimi? Bo'ldi, unga istalgan yo'nalish, aqliy qobiliyat uning qo'lidan keladi. Bu isbotlangan. Aleksandr Savetyev bor, SNG bo'yicha eng mashhur matematik va u matematikani popularizator deydi rus tilida, ommalashtiruvchi inson. Gumanitar sohada yutuqqa erishgan odamni menga oldimga olib kelib bering deydi va menga 1 yil vaqt bering deydi. 1 yildan keyin u nafaqat matematikani yaxshi ko'rib qoladi, balki matematik qilib qo'yaman men uni deydi. Ya'ni shu sohani egasi qilib qo'yaman. Faqat sharti bo'lishi kerak, u ilm odasi odam, gumanitar bo'lsa ham, tarixchi bo'lsa ham deydi. Xuddi shunaqa baribir Rokli ham aytadi. O'rganishi bo'yicha professori raqamlar uchun aytilgan bir talabalar keladi, "Men matematika menga yoqmaydi" aytadi. Sen miya bilan, aqling bilan kirganmisan, imtihon bilan kirganmisan shu institutga? 1 yil o'qigan matematikani, keyin gaplashamiz deydi. Ya'ni insonda aqliy qobiliyat ishlasa bo'ldi, u tarixga ishlagan miya, matematikaga ishlagan miya, robototexnika aytgan ham ishlayveradi. Demak, biz bolamizda ilm yo'lidan ketadimi? Amaliyot yo'lidan ketadimi aniqlab olishimiz kerak. Eng katta kategoriya shu. Eng katta farzandimiz keldi, ilm yo'li odamimi bu yoki hunar, amaliyot odamimi bu? Bu elektrik, usta, hunarmand, avtomexanik, o'sha mexanik, texnik, misol uchun mana shunaqa bo'lish kerakmi bu? Qo'li bilan mehnat qiladigan odam bo'lish kerakmi bu bola? Yoki aqli bilan mehnat qiladigan bo'lish kerakmi? Jamiyatda 70-30 bu. 70-30 bu yoqda. Endi taxminan mana shu yerdami? Endi shuni oliysidan boshlash kerak. Ibn Hazm gapi. Oliysidan boshlab tushib kelish kerak. Chunki bilmaysiz, o'sha to'qnashmagunizcha qobiliyatingizni bilmaysiz. Demak, oliy eng qiyini nima desa, dunyo bo'yicha eng katta reytingda aerospace engineering turadi, eng qiyin. O'shadan tushib kelish kerak. Men bitiruvchilarga xuddi shunaqa deyman. Kecha kelibdi bitta bitiruvchimiz, "Aziz, qaqa topshirmoqchisan, Shohruh?" dedim. "Diplomatiya" dedi. Shetni so'q urishib, rozi emasman agar diplomatiyaga kirsen dedim. Nimaga? Sani miying bilan, san keyin miying butun, matematika o'qiysan, mana ximiya o'qiyapsan, IELTS'ing bor, 10-sinfda olgansan, SAT'ing bor. Nima bor diplomatiya dedi omma. Osonda. San mana aerospace engineeringdan boshlab kelgan. Muhandislik eng tepa, eng qiyindan boshlab. Qiynalsang bitta pastga tush. Qiynalsang bitta pastga tush. Miyani pastdan tepaga chiqmadi moqsiz. Yo'q, u umrvol qilib qo'yadi-yu. Umrvol qilib qo'yadi unda. Tepadan pastga tush, eng qiyin joydan kelgan, mana miyani becharani sinab ko'rmaguncha bilmaysan. Aqliy qobiliyat bitta yo'nalishda ishladimi? Boshqa yo'nalishda ham ishga turadi. Mana shunaqa narsa, chunki o'zi 2 xil bor, ijodiy bor, tahliliy bor va aralashi bor. U bir-biriga o'tib kelaveradi va muhandislikda ham ijodiy qismi ham bor, tahliliy qismi ham bor. Hammasida bor. Shuning uchun ya'ni aqliy qobiliyatni turi yo'q. Aqliy qobiliyat, misol fizikani o'qib olgan bola kimiyani ham o'qib ketadi. Buni o'zimni misolimda ham aytsa bo'ladi. Tibbiyotda o'qiganmiz, undan keyin nima o'qigan bo'lsak, qiynalmaganmiz. Nechta o'quvchida ko'rgan bo'lsak ham shu. Demak, ota-ona bolasi hunar odamimi, ilm odamimi bilib olsin. Uni ham mana shu robototexnika aniqlab bera oladi. Aniqladimi? Endi shu robototexnikaning hunar yo'nalishlari bormi? Misol hunar odami bo'ldi, texnik, elektrik, misol uchun ular ham yaxshi daromad topadi. Bitta qarindoshim bor. Gaplashib qoldik ana kuni. Aziz dedilar, men 40 yoshimgacha noto'g'ri joyda yurgan ekanman dedilar. Institutda o'qidim, o'qitishda ota-onam o'qimasang bo'lmaydi deyishdi. O'tda ishladim, biznes boshlab ko'rdim, keyin odam ishlatib ko'rdim, keyin kompaniyalarda ishlab ko'rdim. Hozir men xolodilnik sotib olman dedilar. Haftada 4 kun ishlayman dedilar. 30 million topaman dedilar, men mashina oldim dedilar. Aka dedim, video menga anaqa qilib berasiz. Men sizdagi 10 ta odam yig'aman dedim. Shunaqa avtomexanik, mana shunaqa yig'aman dedim. Ko'rsataman dedim. Uyat emas. Siz meni topibsiz, anaqangizni zo'r dedim. Topa olmayotgan uyalish kerak emas qo'l mehnatidan, hunardan. Bu yo'nalishda ham biz katta ochligimiz bor. Bitta kafel teradigan usta qidirgan odam biladi buni. Bitta santexnik qidirgan odam biladi buni. Ya'ni haqiqiy mutaxassis izlagan. Mutaxassis izlagan odam biladi-da. Chunki hamma ustalardan noliydi-da. Shunaqa aytganini qilmaydi deydi boshqa. Istalgan elektrik deymizmi, boshqami? Bu ham yomon yo'nalish emas. Ota-ona shuni bersa, bolani umrini diplom sotadigan universitetda chiritish kerak emas. To'g'risi. Olib turib berish kerak. Mana hunar bo'ldi. Mana bitta o'quvchini shunaqa berdim. Bolangiz nimaga qiziqadi? Ingliz tilidan hech narsani o'qiy olmayapti. Shunchaki kelib ketyapti. O'yiz ota-onasini chaqirdim. Bolangiz nimaga qiziqadi? Desa, mashinaga qiziqadi. Mashina rasmini yig'adi, doim tomosha qiladi, videolarni ko'radi. Mexanik qilsa-chi shu bolani.
Voy, zo'r fikr. Bo'ladimi? Bitta o'g'il ko'p. Bitta o'g'il bo'lgani uchun shunaqa qilish kerak. Orzularini o'ldirmang, mashinani yaxshi ko'rib, ichida kovlab, bu zo'r usta bo'ladi bu. Zo'r bloger bo'lib ketsa, mana qarang, qanaqa million topishyapti. Oliy ma'lumotli topmagan puldan topyapti. Ishini sevadigan, kasbini sevadiganlar. O'sha bolalar til bilmaydi, Antarktikada yuribdi deyapman-da, ya'ni. Ota-ona keyin qabul qildi. Yo, bo'ldi, Azizbek to'g'ri aytdingiz. Umrini nima qilamiz o'tqizib? Yaxshi ko'rmasak, mashinani yaxshi ko'radi. Avtomexanikka olib boramiz, ishdan olib borishni bilmayman. Buni aniqlab oldik. Hunar yo'lida ham robotexnika yordam beradi. Faqat unga o'sha ijodkor yangi qismlarini emas, balki elektrik qismlari, qo'l bilan mehnat qilingan qismlari. Endi ikkinchi qism bor, aqliy mehnat. Aqliy mehnatda ham buni foydasi bor va endi eng tepa aerospace engineeringdan boshlab kelamiz. Shumi yo'qmi uni sohasi? Aerospace engineering, chemical engineering, physical engineering kelaveradi. Electrical engineering mana shu muhandisliklar, Yangi O'zbekiston, Akfada yo'nalishlar ochildi. Mana shu yo'nalishlarga agar bolani qobiliyati bo'lsa, bosish kerak. Qobiliyat borligini qayerdan bilamiz desa, bola hamma bilan bir xil harakat qiladi, ko'proq natijaga erishadi. Yoki hammadan hammadan kam harakat qiladi, bir xil natijaga erishadi. Ya'ni harakati bilan natijasi mutanosiblig'i bir xil bo'lmaydi. Ko'proq erishib qo'yaveradi. Yarmidan o'tsa bo'ldi. Ya'ni guruhda 10 ta odam bo'lsa, top 5 talikda bo'lsa bo'ldi, qobiliyati bor. Misol uchun o'sha yig'ilgan, saralangan guruh bo'lsa, bo'ldi, demak yo'nalishi shu ekan. Shu ekan va men aytgan bo'lardim, O'zbekistonga texnik yo'nalishdagi kadrlar yetishmaydi. Mutlaq juda ham ko'p yetishmaydi. Son mingta, ya'ni injenerlar, elektrik muhandislar, kimik muhandislar, aerospace engineering deymiz. Mana shu insonlar, ya'ni samoviy injener, samo injenerligi, fazoviy injenerlar, samolyotlar muhandisligi bilan shug'ullanadigan odamlar. Mana shu insonlar yetishmaydi. Biz AES quramiz deyapmiz, elektr stansiya quramiz deyapmiz, atom elektr stansiyasi kichkinasini qurmoqchimiz. 1000 ga yaqin fizika ajrashish kerak. 1000 ga yaqin. Bizda 100 ta chiqishiga shubham bor. Fizika ajrashish bu fizikani nafaqat muhandisligini, balki yadro fizikasini muhandisligini mutaxassisi bo'lish kerak. Eronda bor, Rossiyada bor, bizda yo'q. Bitta o'sha AES uchun, ya'ni tok muammomizni hal qilish uchun ham kerak. Yo'l muammomizni hal qilish uchun ham kerak. Juda ham katta import muammomizni hal qilish uchun ham kerak. Katta muammolarimizga, yosh aholimiz yosh, tilga qiziquvchan, ilmga qiziquvchan, riyoziyot ilmida, tarixdan bizda muammo yo'q. Misol uchun Xorazmiydizmi, Farg'oniydizmi. Endi bu maqtanishga o'xshaydi ko'pchilik eshitga. Lekin men aytaman, mana O'zbekiston aholisi qancha? 30 million, 40 million. O'sha Mo'rin Nahar aholisi shu paytida 50 million, 60 million bo'lganda hammasini qo'shsangiz. Bu oddiy narsaga o'xshaydi. Men ajdodlarimiz bilan maqtanamiz-ku, lekin mana Malayziyani olaylik. Biz bilan aholisi teng. Birorta dunyo shoiri ham yo'q, dunyo tan olgan. Mana shunaqa Malayziyada mana shunaqa odam o'tgan, mana shu ixtironi qilgan yoki Indoneziya bizdan nechadir baravar ko'p, 250 million aholisi bor. Birorta mana shu matematikaga mana bunaqa hissa qo'shgan yoki mana fizikaga mana bunaqa hissa qo'shgan, tibbiyotga mana bunaqa hissasi qo'shgan degan odam yo'q. O'zbekiston abitsenasini o'qigan Yevropa. Bu hali o'zimiznikiligi mujmal eshitiladi, lekin bu genimizda bor degan. Ya'ni qila olganmiz. Qila olganmiz va qila olamiz. Qila olamiz, bemalol biznikilar qila oladi. Men O'zbekistonlik loyihasi chiqdi YouTube'da ham bekorga emas. Voy, mana Tesla'da ishlab yuribdi. Voy, mana IBM'da yuribdi. Voy, mana bu kompaniyada. Qo'limizdan keladi. Ha, biznikilar mana shu san bilan bitta mahallada katta bo'lgan bolalar qilyapti. Qila olasan degan messajni berish yoshligiga. Ya'ni cheklanib qolma. Mana shaxmatdan qanday natijaga erisha olyapmiz tezda. Yo'masam, misol uchun Hindiston bor. Misol uchun aholisi qancha ko'p, nechadir barobar ko'p bizdan-da. Shuning uchun aqliy qobiliyatlarimiz jihatdan bolalarimizda potensial bor. Men to'g'ridan-to'g'ri shu tepadan boshlashni maslahat berardim. Tepada endi muhandislik turadi, o'sha chemical, mechanical, electrical, aerospace engineering, buni hammasi o'sha bolalarda qobiliyati bo'lsa, yo'naltirish kerak, aqliy qobiliyati bo'lsa va buni hammasini aqliy qobiliyati bor yo'ligini tekshirish mana shu 8-15 yoshda robototexnika shunga o'xshash fanlar orqali bo'ladi. Bundan avval bolalarda qobiliyatini aniqlash uchun bir loyiha qilgandinglar. Shu haqida ham gapirib bering. O'zi nima maqsad nima edi undan yoki umuman, ya'ni kelajakda balkim bo'lib qolsa, ya'ni menga juda yoqqan edi o'zi aslida. Ya'ni maqsadi umuman bolalarni maktablarga qamrab olish, chunki undan ham eng asosiy maqsad o'zi qobiliyatlarni aniqlash deb o'ylagandim. Birinchi marta eshitganimda o'sha o'zimizning qadrdonlar ukalarini, jiyanlarini berganda, to'g'risi juda hadraga dars qilishga istayman. Shanba kunlari masa qilganman. O'zim ham ko'rib, ustozlar bilan biroz gaplashgandek bo'lgan edim. Yosh olimda aytyapsizmi? Ha, yosh olimda. Ya'ni shu maqsad juda zo'r qilingan edi o'zi.
Ha, Ya'ni shu biroz gapirib bering, juda yaxshi bo'lardi. Ya'ni bolalarda o'zi nimaga tayyorlagandinglar? shunaqa. Masalan, to'g'ri bu faqat Toshkent shahrida bo'lishi mumkin, lekin viloyatlarda kimdir shu ishni qilishi mumkin-da yoki bolasini eng kamida shunga yo'naltirishi mumkin. Biz endi STEMni olgandik. Ximiya. Ma'lumot o'rnida aytaman, Hmm. biz Robbitda robotiyanika o'rgatamiz. Men aytaman, robotiyanika bu vosita va biz sistem ustiga qurganmiz, polniy hozir. Hamma masalan deylik bugun deylik kosmosda o'sha yoki Marsdagi sayohat qilayotgan narsasi. Unda biz tortish qonunini o'rgatamiz. Asli fizikaga tortib. Ha, bir kun fizika bo'ladi. Masalan, yaqindagina bitta musobaqa qildik, xuddi shunaqa tumaloq joydan sumo battle deyiladi. Bitta robot ikkinchi bir robot olib chiqib tashlash kerak. Ha, bunda yana fizika. Hamma o'sha instrument bir xil. Qanday qilib bir xil instrumentda kimdir g'olib bo'lishi mumkin? Shunchaki fizika. Fizikani ishlatish kerak. Ya'ni tortish qonuni deymizmi? Umuman kuchda, ya'ni bu yerda muhim qoida nima deyilganda, kuch asosan motorda oldida bo'lishi kerak. Shundagina u ballonlar orqali kuchni bir joydan sarflay oladi. Agar motordan oldinga o'tib ketib qolsa, kuch besamar sarflanadi. Kuchdan oldinga ketib qoladi. Bolalar fizikani sevib o'rganadi endi. Qattiq ishlatish mumkinligini biladi. Ha, qayerda ishlash mumkinligini biladi-da. Ya'ni biror kun o'quv rejalari bilan tanishtiraman. Ibrohim aka juda zo'r tuzishyapti. Chunki shuni ichidagi odam bo'lganligi uchun STEM bo'yicha tuzyapmiz va juda samarali bo'lyapti. Bolalar nima qilayotganini tushunadi-da. Masalan, birinchi biz mavzuni robot yasashdan oldin o'tamizda, keyin robot yasattiramiz. Keyin mana endi sinab ko'rdingiz. Men o'sha birinchi yosh olimda aytganingizda o'sha STEM bo'yicha tanlagan bo'ldim. Muhammad Johir bilan ham biroz gaplashgandim bu bo'yicha. Tushuntirganida o'zingiz ham aytgansiz, menga juda yoqqanda. Nima uchun bunaqa qilganingizni to'liq gapirib bersangiz zo'r bo'lardi aziz aka. Qarang, maktabda bizda bitta muammo bo'lgan. Maktablarimizda 3-4 ta 5 ta maktab edi u payt. Muammo nima ediki, maktabda ximiya, fizika, biologiya fanlarini, muhandislik fanlarini o'rgatish qimmat. Laboratoriya kerak, o'qituvchi kerak unga, xos o'qituvchi kerak o'ziga, tajribalar o'tkazishingiz kerak, alohida xona kerak va shunaqa reja bo'lgandiki, shu bitta loyiha qilsakda, u loyiha maktab nazariyasini o'tgan narsani, teoriyasini o'tgan narsani kelib turib, hamma tajribalarni o'tkazib beradi. O'zini odamlari bo'ladi, o'zini reagentlari bo'ladi, o'zini hamma uskunalari bo'ladi, keladi, misol uchun bir kun davomida hamma sinflar yig'iladi va o'sha yerda STEM darslarida misol uchun bo'lib olinadi. Hamma maktab o'ziga o'zi tanlaydi. Biz misol uchun ximiya bilan robotexnikani tanlagandik. Shu ikkitasini qo'yamiz. Boshqa maktablar taxminan 10 dan oshiq 10 bilan 20 orasida edi, adashmasam. Maktablar mijozimiz bo'lgan o'zimizdan tashqari. Qaysidirlaridir 40 ta bolaga, qaysidirlaridir 100 ta bolaga, qaysidirlaridir bitta sinfga 10 ta bolaga, qaysidirlaridir xohlovchiga faqat qilib, mana shunaqa qilib mijoz bo'lishgan. Bizda masala nima edi? Mana shu muammo bizda bor, katta ehtimol bilan boshqa maktablarda ham bor. Chunki oddiy maktabdan chiqqan o'qituvchilar tajriba qilib o'rganmagan, tajriba qilib beradigan yoshlar, misol uchun yosh hali, teoriyani, nazariyani yoki diplomi yo'q dars berish uchun. Shuning uchun mana shu tajriba qismini maktabdan ajratib olaylik. Ajratib olaylikda mana shu tajribalarni qiziqtirib, ko'rsatib, bolalarni mana shu STEM fanlariga qiziqtiraylik. O'sha payt menda muammo bor ediki, bolalar ingliz tiliga qiziqadi, tillarga, tarixga, boshqaga qiziqtirish mumkin, lekin aniq fanlarga, muhandislikka, fizika, ximiyaga qiziqtirish uchun uni ko'zingiz bilan ko'rsatishingiz kerak. Ana shundagina u qiziqadi. Mana shu jarayon nima deydi, osonlashtirish uchun va yosh jamoadan Abror degan yigit bilan birgalikda qilgandik. U ish boshqaruvchi bo'lgan edi va o'sha loyihani qilgandik. Bu yosh olim loyihasi edi. Adashmasam 3000 dan oshiq o'quvchi, balki 4000 dan oshiq o'quvchi edi. Aniq raqamlar esimda yo'q. Qamrab olingan edi. Albatta keyin uni biz reja qildik. Nimaga buni biz maktablar bilan cheklanishimiz kerak? Ya'ni misol uchun nimaga xususiy maktabni o'quvchisini olib, u xususiy maktab orqali unga o'qityapmiz? Biz mustaqil qila olmaymizmi? Ya'ni STEM o'zi misol uchun qiziq narsa, boshqa bolani o'qita olamizmi? Keyin g'oya bo'lib bitta o'quv markazi ochish. Keyin aytdikki, lin qilaylik, ya'ni misol uchun o'quv markaz, pul tikish, boshqa bino olish, arenda olish, u har doim qilishimiz mumkin bo'lgan narsa. Yakshanba kuni bo'sh o'quv markazi topib, shu reja qilib, bitta joyda ochib boshlab ko'rdik. Agar yaxshi bo'lib ketsa, keyin biz uni katta ko'lamda boshlaymiz degan reja edi. Lokatsiyasi tomonidan va siz rozi bo'lganingiz tomonidan Xadra Najot ta'lim juda qulay bo'lgan edi bizga, shuning uchun o'sha yerda boshlagan edik. Viloyatlarda ham bemalol qilishsa bo'ladi bu ishda. Boshqalar yana qilish kerak deb arzon. juda qilish kerak deb hisoblayman. Juda arzon bo'lgan bu narsa. Biz o'ylaganimizdan ancha arzon bo'lgan.
Mana hozir borgan sari o'quv rejalari bilan tanishib, ichiga kirib, kecha aytganimdek, dunyoda 15 ga yaqin xalqaro musobaqa bor ekan robototexnika va hamma sistem ustiga qurilgan. 90%. Boshqa narsa yo'q. Robototexnikani o'zini o'qib yuta olmaysizda u yerda. Xuddi shunaqa. Nazariya Faqat bilishingiz kerak. nazariyani bilishingiz kerak. Chunki u yerda mana nima qilyapti musobaqalarda aytyapti, instrumentni men beraman. Hammada bir xil instrument bor. Nima orqali? Faqat logika orqali yutib ketishingiz mumkin. Ya'ni dasturlashda kodlarda o'sha siz qonunlarda, qoidalarda fizikani, matematikani ishlatishga majbursiz. Bo'lmasa boshqa yo'li yo'q. O'sha mana bunaqa narsada o'zi misol uchun Elon Musk mana raketa uchirib qayta qo'ndirdi-ku. U Marsdan material olib kelmadi-ku, yerdagi bor materiallarni ishlatdi-ku. Xuddi shunaqa. Ya'ni NASA ishlatayotgan yoki Xitoyliklar ishlatayotgan, ya'ni yangi narsani qilmadi-ku. Bor narsani boshqacha kombinatsiya qildi xolos. Ya'ni mutaxassislar biladi uni qanaqa kombinatsiya qilganini, lekin bu yerda ham demak qanaqa qilib qilsam ekan kombinatsiya, unaqa qilib ko'rsamchi, bunaqa qilib ko'rsamchi. Demak, boyga tajriba qilish ko'nikmasi hosil bo'ladi. Tahliliy nimaga bu ishlamadi degan narsa hosil bo'ladi. Ijodiy bo'ladi. Mana buni olib tashlasamchi, yangiroq bo'ladi massasi. Hammasi rivojlanadi va bunaqa odamlar bizga juda ko'p kerak hozir. Aziz aka, robotni ochilishda ham bir aytib o'tganingiz, juda xursandman o'sha robotni ochilganidan deb. Men nimani istayman, masalan, asoschi sifatida va qo'limizdan kelgan narsa nima? Agar biz robotni yoki umuman mayli boshqa loyihalar bo'lsa ham, men hozir aytaman-da, agar robotga o'xshash birorta loyiha bo'lganda, men shunga investitsiya qilgan bo'lardim. Jamoam bilan men senga yo'l ko'rsatib turay derdim. Chunki zotan ham hozir ham shu ishni qilyapman-da. Vaholanki o'sha payt bo'lmay qoldi. Avvallar bo'lgan, negadir ular balki menejment muammolarmi, boshqa sabablarmi ular yurita olmadi. Va endi hozir mana biz hozir Samarqandda ochdik, Xorazmda, Farg'onada. Ishoning, bolalarda qiziqish juda yuqori. Mana biz hammamiz fizikaga 5-6-sinflarda qiziqqanmiz. Eng kamida fizika o'tmasimizdan oldin fizikani laboratoriya qulfxonalarini darchasidan qarab turib, nima ekan bu deganmiz-da. Lekin laboratoriyani men hayotimda ko'rmagan odamman. Na fizika bo'yicha, na kimyo bo'yicha. Faqatgina kinolarda nimadir portlatadi, kichkinagina. Xonada o'shini ko'rgan odamman-da, lekin aslida biz qiziqqanmiz demoqchiman-da, lekin qaysidir joyga kelib turib, bizga yoqmay qolgan kimyo. Nega? Faqatgina teoriyani o'zi o'qib qolgan. Qiylashib ketgan. Faqat nazariyani o'zi qiyin bo'lib ketgan. Bugun bolalar qiziqyapti. Bitta yigitimiz, kichkinagina Umar degan yigitimiz g'olib bo'ldi. Nima qilgan desa, shu 2 hafta davomida tayyorgarlik ko'rgan. Nimani, qayerga, qanday qilib yutding degani testlab ko'rib dedi. To'xtovsiz bitta yoniga bitta o'zi 12-15 yoshli pozitsiyada, yana bitta 8-15 yoshli pozitsiyada bitta bolani olganda, "Davay, sen ham robot yasaysan, men ham" deganda urishtirib ko'ravergan. U yoqqa ko'chirib ko'rgan, bu yoqqa ko'chirib ko'rgan. Nima qilsa osonroq yuradi, nima qilsa tezkor harakat qiladi, hammasini testlab ko'rganda, ya'ni iloji bor-da. Va ishonaman, biz robotda juda ko'plab fillar orqali biz muhandislarni, injenerlarni chiqara olamiz. Turkiyaning strategiyasi shu ekan. Maktab darajasidan o'qitib keldi. Mana Teknofestga borib qatnashib keldiz, gapirib bering. Teknofestda aylanib yuribman. Qiz o'tirgan ekan. Yonida suv osti kemas. Oldiga bordim. Bu siz vakilmisiz? Bu endi universitet 1-2 kurs talabasi vakilmisiz? Desam, "Yo'q, biz o'zimiz yasadik." Men o'zim yasadim shuni debdi. O'zim yasadim. Bu nima desam, suv osti kemasi dedi. Qandoq taxminan mana shunday hajmda. Nima vazifani bajaradi dedi, misol uchun. Bu dedi nechidir metr chuqurlikka tusha oladi. Qanchadir paytga batareyasi yetadi, masofadan turib boshqaradi, mana kamerasi turibdi dedi. Mana ichiga narsa joylasa bo'ladi, suv ostiga nimadir joylab qaytib chiqa oladi dedi. Va suv ostidagi nimadir narsani olib ko'tarib olib chiqa oladi, qanchadir massa ko'tarib oladi dedi. Endi bizda tilda baryer bo'ldi. Men turkcha bilmayman, u inglizchani yaxshi bilmas ekan. Shuning uchun amallab gaplashdik. Va bunga ko'zim tushdi. Keyin yana bitta aylandim, bolalar dron yasagan. Misol uchun, o'zingiz yasadinglarmi, o'zim yasagan. Xo'p, bu hammasidan so'rayapman. Xo'p, bu sharti bor ekan, ularni 3D printerdan chiqarib qo'yish mumkin emas ekan. Ya'ni mavjud materiallardan olib yig'ilgan, ya'ni bu narsani yoyish mumkin bo'lishi kerak ekanda. Ya'ni biz 3D printerdan shartda chiqara olmadik deyapti bu narsani. Bu bozorda, do'kondan, o'sha qayerdandir sotib olib turib, detallarni yig'ish mumkin bo'lgan narsa yig'ilar ekanda. Keyin qiziq so'radim. Men O'zbekiston bayroq turibdi. O'zbekistonda kimdir bormi desam, dedi. Kelmadi, bayroq turibdi desam, yo'q, kelmadi, hech kim kelmadi, stend bo'sh dedi, misol uchun. Ya'ni talabalar, maktab o'quvchilari katta yangilik qilishmayotgandir.
Lekin ya'ni hali yo'q narsani hali hech kim o'ylab topmagandir. Lekin aynan o'sha o'quvchilar pavilyoniga kirdimda man. Hammasini aylandim. O'quvchilar pavilyoni meni hayron qoldirdiki, Hozir siz maktab pozitsiyasidamisiz? Hozir qaysi pozitsiya? Chunki u yerda o'rta o'quv, litsey hammasi va universitet bor-da. universitetga Universitet darajasida adashmasam O'zbekistondan qatnashdi. Hmm. Bir ikkita bo'lsa ham qatnashdi. Ikkita jamoani bildim qatnashgan. man borganimda demak ketib bo'lishgan ekan unda. Ha. Man 3-kunligami, 4-kunligiga yetib bordimda. Hmm. Balki qatnashib tur. Bitta pavilyonga yig'ilgan ekan hammasi. Pavilyonlarni bo'lib chiqishgan ekan va tan olishim kerak, borganimda 3dan 1 bo'sh edi. Biz endi kechroq bordik, 3-kunga yetib bordik. Va o'sha hammani o'zini prezentatsiyalar qo'yilgan pavilyonni aylandimda, yo'tirib, aylanib ko'rdim. Bolalar shu borish status bolalarga, qiziqish, ya'ni u mavqe, borishim kerak, Texnofestga chiqishim kerak, u o'rin olishim kerak, ya'ni intilish borda. Shuni sezdim. Maktablarni aylandik. Maktablarda ham borsak, bizning maktab juda kuchli maktab. Texnofestga eng ko'p pavilyonni biz joy olganmiz deyapti bitta maktab. Bitta maktabga borsak, bizning maktab juda zo'r maktab. Biz o'quvchimiz Texnofest yo'nalish bo'yicha 2-o'rinni oldi deyapti. Ya'ni borsangiz Texnofestda yetyapti-da. Olimpiadani yetmayapti, IELTS yetmayapti, qanaqadir rezultatlarni yetmayapti-da, aytyapti. U muhandislikmi yo'nalishingiz bormi? 2-o'rin olibdi bola aytsam, yo'q deyapti. 9-11da muhandislik bo'yicha bitta fakultet yo'nalishim bor, lekin bu Texnofest butun Turkiya, butun dunyo bo'yicha bo'ladi. O'rin olish qiyin deyapti-da. Keyin deyman, demak, bolalarga o'ttirmalar olib chiqish, qilish va qo'yib o'sha yerda yutish, xattashib kelish, marojniy yeb kelish deydi-yu. O'sha narsa juda intiluvchan narsa bo'lib qolganda, xursand bo'ldim. Mana demak, bu umumiy kayfiyatni ko'rsatyapti. Jamiyatning umumiy kayfiyati bilsa bo'ladi va tushdik laboratoriyada bor, mana mana shu bola sinab ko'rishadi deyapti. Yaxshi taassurotlar oldim. Ya'ni biz qachonki maktablar, mana shu o'quv markazlari robotga o'xshagan katta bu narsa bir tendensiya bo'lib turib, respublika miqyosida, O'rta Osiyo miqyosida musobaqalar bo'lsa, qanaqadir unga katta sovrinlar qo'yilsa, u narsani katta qilib yoyilsa, bizni bolalarda massaviy deydi, ommaviy qiziqish uyg'onishini ko'rdimda, qilsa bo'larkan. Shunchaki bu o'sha boyga PR ozgina o'sha koordinatsiya, siz bilan birlashib, 4-5 odam birlashib, mana shu narsani qilish orqali, ular ham o'zi 4-yilmi shunaqa ketayotgan ekan. Yo 4-yil, 5-yil ko'p bo'lmabdi. Shunaqa. Lekin Osiyodagi eng kattasi kelani oldida hozir. Ya'ni Men yaqin Osiyo desam, Ziyodullo degan ukamiz aynan raketalar yo'nalishi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda dedi. Ya'ni raketa yo'nalishi bo'yicha dedi. Chunki bu darajada katta hech kim o'qiza olmaydi deb aytayapti-da. Men o'tirib, aylandim, gaplashganimda bir 50 yildan beri bo'lyaptimi deb o'yladim-da. Endi masalan, Otaturk rasman qo'yib qo'ygan, gaplarni qo'yib qo'ygan, shu Otaturk qo'yib ketganmikin boshini deb o'yladim-da. Keyin bir shularni o'qisam, 4-5 yillik narsa ekan-da. Ya'ni shu qisqa muddatda shuncha narsa qilib tashlashgan. Va endi o'ta tabiiy kompaniyalarning motorlarini qo'ygan o'sha Barak kompaniyasi bor ekan, keyin Aselsan degan kompaniyasi bor ekan, u ham xalqaro darajada zakazlar ishlayotgan. Hammasidan anaqasiga kirdik. Pavilyonlariga kirdik. Endi yaxshi ancha narsalar qilishyapti. Ancha biz ba'zi narsalarni qo'yib qo'yibdi, nimaligini tushunmadik biz. Nima bu nomimizda, ya'ni. Ancha yaxshi taassurotlar bilan qaytdik. Borganga afsuslanmadim. Ko'proq qolsak bo'lar ekan, ko'proqga kelsak bo'lar ekan deb qoldik xolos. Va eng qizig'ini aytaman, biz bemalol xuddi shunaqa musobaqa qila olamiz. Hozir aytib o'tdingiz. Qo'limizdan keladi. Birlashish kerak xolos. Men aytganimda o'sha robotda ochilganida xursand bo'lganim, bu sohaga kirganimiz uchun men qanaqa muammoni yechishga harakat qilayotganingizni bilganim uchun xursand bo'ldim. Ya'ni men o'yladim, bo'ldi, yosh olimni biz qila olmadik, robot qilsa men xursand bo'laman bu narsani. Biz aynan shu muammoni yechmoqchi edik. Ya'ni dars o'tib ketsa bo'laveradi, kimyo fizikani hech qaysi ota-ona kelib so'ramaydi. Lekin bolalar miyasi butun, talanti bor, qiziqishi bor. Mana siz o'zingiz aytyapsiz-ku, tajriba ko'rmagani uchun, o'zi qilib ko'rmagani uchun haligi ochilmayapti, g'unchasi ochilmayapti. Quyosh ko'rmasa g'uncha ochilmaydi-yu. Xuddi shunaqa g'unchasi ochilmayapti-da. Mana shu narsani ko'rib, yosh olim yechim bo'la olmakin degandik. Endi robot yechim bo'lsa va bunaqa kompaniyalar ko'paysa birlashib turib, mana birinchi bosqich Toshkent darajasi. Ikkinchi bosqich respublika, keyin sekin O'rta Osiyo mana shunaqa qilib ketursa bo'ladi. Aziz aka, ma'lumot o'rnida aytaylik, biz keyingi yili O'zbekiston bo'ylab qilmoqchimiz. Va qo'limizdan keladi deb o'ylayman. To'g'ri, birinchisida katta darajada qila olmasmiz. Hozir mana ustozlarga aytsam, birinchi o'rinda katta muammo deyildi. Butun dunyoda musobaqalarda instrument beriladi. Qimmatda. Instrument o'ta qimmat. Lekin birinchisini biz g'oyalar ustiga qursak bo'ladi-da. Mana hozir birinchi qo'limizdan kelgan narsa, ya'ni yo'nalishlar avvaldan e'lon qilinadi.
keyingi yili reja qilyapmiz. Mana may oyidan toki sentyabrgacha bo'lgan muddatda butun O'zbekiston bo'ylab o'tkazish. Bunda eng asosiy maqsad qatnashuvchilar bo'lmaydi. Mana birinchi yilida qatnashuvchi soni kam bo'lishi mumkin, lekin yutadigan odam kim bilasizmi? Tomoshabinlar. Yaqinda Maker Faire degan bo'ldi. Yaqinda Toshkentda bo'ldi. Faqatgina tarmoqlarda e'lon qilindi. Bu Amerika tarafidan o'zi qilinadigan ish ekan, ya'ni doim Amerikada bo'lar ekan Maker Faire tadbiri. O'zbekistonda birinchi marta bo'ldi. Mehmonxonaning ichida. Endi o'yladim qancha odam keladi, odamlar eshitdimikan deb o'yladim. Faqatgina Instagramda e'lon qilindi-da. Ishonasizmi, odam juda ko'p. Qatnashuvchi u darajada ko'p bo'lmasligi mumkin. Xususiy maktablar kelgan, o'zlarining qilgan ishlari bilan. Turli biz misol uchun biz ta'lim markazlari bo'lgan. Har xil qiziquvchilar bor, lekin qatnashuvchi bolalar shunaqa ko'p va pavilyonlarda, robotlarda oldida o'sha AI qo'shishgan qaysi joylarda dron bolalar o'rab olganda, ya'ni bizda qiziqish rostdan zo'r va odamlar zerikarli deb o'ylayotgan narsasiga asli juda qattiq qiziqadi. Masalan, fizika qaysi o'rinda bola uchun zerikarli bo'lib qo'ygan, lekin fizik hodisani oldiga kelib turibdi-da, o'zi qiziqadi aslida. Ya'ni bizda qiziqish bor-da, juda zo'r. Juda zo'r darajada. O'ylaymanki, bemalol natijaga erisha olamiz. Mana aytdingiz, birgalashib, ya'ni bu 100% birgalashib qila olsakkina ko'proq natijaga erisha olamiz deb o'ylayman. Mana shu boyagi endi buni sohani ichida yurganlar bor-da. Lekin mana shunaqa выставка, yarmarka yoki festivallarning yaxshi tarafi boyagi tomoshabinlar, ya'ni sohadan uzoq odam ham, yaxshi narsa ekan-ku. Men ham bolam berib ko'rsamchi, men ham kelib ko'rsamchi, ya'ni qamrovni kattalashtirish. Mana shunga xizmat qilsa ham katta gap-da. Mana iqtidorlar doim izlab yurasizlar. Kecha o'sha yaqinda o'zi Najot ta'limda o'qigan qiz bor edi, Dilafruza. Uni birinchi marta Najot ta'lim ochilishdan oldin men nima qilardim? Doim ko'pincha Chilonzor filialida va Farg'ona filialida qilganmiz. Bitta o'quvchilar chaqirardim-da, tozalashimiz kerak. Men o'zim ham shu yerda bo'laman, kelinglar derdim. Unda tanishardik boshqa. Keyinchalik esladim, o'sha qiz tozalash yordamiga kelgan edi. Keyin bilsam, maktabda o'qirdi ekan hali. Undan keyin mana IT bo'yicha ancha muvaffaqiyatga erishdi va bildim, siz aynan grant beribsiz u qizga. Bemalol xususiy maktablar bu narsaga ko'mak bera oladi. Nega? Biz qobiliyatlardan aqlab olaylik-da. Men o'ylayman, kim qobiliyatli odamni o'ziga olgisi kelmaydi. Mayli chegirma qilib berar, mayli balki bez imtihonlar, balki grant berar, lekin asosiysi nega? Chunki maktablar uchun ertaga eng zo'r portfolio bu uni bitiruvchisining natijasi. Shunaqa. Qobiliyatli odam bo'lsa, men o'ylayman, u ta'limga ko'p sarflamaydi. Hamma uni vayman kim o'qitib olaman o'zimga. Yo'naltib qo'ysiz bo'ldi. Shunaqa. O'sha biz qobiliyatini ochaylik. Boy ota-onaning vazifasi o'sha aytdim-ku, 3 4 yaxshilik qilish mumkin o'smir bolaga. Eng katta yaxshiliklardan shu 3 4 taning orasida bu qobiliyatini ochib bering. Ota-ona aytayapti, misol uchun doktor bo'lasan deyapti. Qattan bilar bolani balki qobiliyati, genetikasi robotexnikaga Balki teskarisi. Balki teskarisidir. Borki robotexnikaga deyapti, balki rostdan bordir. Qilib ko'rsin, 6 oy qilib ko'rsin, balki yo'qdir. Guruhda eng oxirgi bo'lar misol uchun. Balki u hunar tomonidan ketishi, balki ijod tomonidan ketishi kerakdir. Mana shuning uchun ham o'sha bu yosh o'sha 2-3-4 sinf ota-onalarga beradigan yana bir maslahatimiz 6 oy, 3 oy, 6 oy har xil xosa odamlarga shogird qilib berib ko'ring. Har xil sohalarga berib ko'ring. Har xil odamlarda yursin, har xil muhitda yursin, o'zi tortadi. Magnitga o'xshab tortadi. O'zingiz ham yoningizda yursin. Siz otasini, onasini qaysidir kasb egasiz siz ham. Yoningizda yursin. Tortadi o'zi. Tortgan joyida bo'ldi, bor kuch o'sha yoqqa berish kerak. Aziz aka, hozir suhbatimizda ikkita narsa qolib ketdi. Shuni aytsam, birinchisi til masalasi bo'ladi. Ya'ni Najot ta'limda shu muammoga qiynalganmiz. Robotda ham shu masala bor. Ya'ni til baryeri biz uchun baribir ota-onaga biz bola ingliz tilini o'rganish kerakligini tushuntirishimiz kerak bo'lyapti. Va ikkinchi masala, biz kasb o'rgatmaymiz. Robotda biz bolani faqatgina qobiliyatini shakllantirib berishimiz mumkin. Ya'ni nimaga iqtidori bor, ya'ni yaratuvchilik qobiliyati, tanqidiy tahliliy fikrlar, nima degan narsalar o'rgatishimiz mumkin. Bola qaysi yoshda kasbga yo'nalish kerak o'zi. Ya'ni mana bo'ldi, mana 9-sinfdanmi? Mana bo'ldi, endi bu injener bo'ladi. Endi bu fizik bo'ladi, endi bu usta o'qituvchi bo'ladi. Endi bu falonchi bo'ladi deyilib, aniq bo'lgan yoshi yoki bu maktab emas, balki universitet paytidami? Yoki universitet payti bo'lsa kechib qolmaydimi? Demak, birinchisi bizga til qay darajada muhim?
Va hozir katta dilemmani o'rtasida ota-onalar bu rus tilimi, ingliz tilimi? Bizdan kelib so'rashadi, rus tili guruhlari bormi deydi. Va hozir katta muammo. Men aytaman, zo'r, rus tilini bilsa zo'r, a'lo. Lekin hozir biz uchun ingliz tili muhim emasmi? Ya'ni ingliz tilini o'rgatishimiz kerak emasmi? Ingliz tili bu dunyo tili emasmi? Hozir tendensiya shu tarafda emasmi? Butun dunyo ilmi shunda emasmi? Desa, yo, baribir men bolam ruscha o'qiganda deydi. Va hatto tilni unutib qo'ygan. Ming afsuslar bo'lsin, o'zini tilini, men aytaman, o'zini tilini unutib qo'ygan bo'lsa, jamiyatga qo'shilishga qiynalmaydimi bola? Mayli, rus tilini bilgani a'lo, 5 ga 5, ya'ni 5 baho buning uchun, lekin o'zini tilini bilmasa, keyin xalqaro tilni bilmasa qiynalmaydimi? Bu masala edi. Va ikkinchisi, mayli hozir shu masalani gaplashaylik birinchi. Ya'ni til masalasi. Chunki bilaman, siz bilan bu o'zaro ham gaplashganmiz, lekin suhbatda gaplashsak yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, og'riqli mavzu. Bizda bolani endi xususiy maktab deganda ota-ona rus maktabi tushunib qolgan. Yaqingacha xususiy maktablarning hammasi rus tilida bo'lgan. Toshkent shahrida bu ancha kamaydi, lekin viloyatlarda hozir ham rus tili ekan. Xuddi shunaqa. Farg'onada maktab ochib bildik. Biz o'zbek sinf, xususiy maktab boshqa 7-sinf mana shunaqa. Sizlar rus tili emasmi sizlar deydi. Xudo gaplashamiz, ha, yaxshi. Hamma narsasini gaplashib narxlari boshqa. Ha, yaxshi deyapmizda. Keyin, ha, bo'ldi, mana shunaqa shartnoma, endi mana shunaqa darslar bo'ladi. Bo'ldi. Bolangiz anaqa o'zbek tilini biladi desam, ilat. Hamma narsani gaplashib bo'ldik. Endi so'ragani ham yo'q-da. Xususiy maktabmisiz deyapti, ha? O'zbek tilidami deyapti, ha? Xususiy maktab bu rus tili. Shunaqa. Men eslayman, 2020-yil birinchi maktabimizni ochayotgan paytimizda, Mert maktablarini, o'shanda mana shunaqa, xuddi shunaqa holat bo'lgan edi. U payt O'zbekistonda, Toshkentda bizdan oldin bir dona xususiy maktab bo'lgan o'zbek tilida. Undan tashqari hammasi rus edi. Biz aynan o'zbek maktabga o'tdik va o'sha narsa men Farg'onada filial ochganda bildim, ota-onalar bilan gaplashganda. Hozir endi 10% ga 90% bo'ldi. Toshkent shahrida ham mana rus maktab borlar ham o'zbek sinflarini ochishdi boshqa. Tushunishdiki, ha, o'zbek tilida ham yaxshi ta'lim olsa bo'ladi. O'zbek tilida zo'r o'qituvchilar bor, o'zbek tilida kontent paydo bo'lyapti. O'zbek tilida bola o'qisa, baribir til bu madaniyat, odat, bu til bu fikrlash, hammasi o'tadi. Degan narsani tushunib yetishdi. Biz 50% adashmasam, 50% ota-onamiz Mirzo Ulug'bek tumanida bo'lgani uchunmi balki bilmayman, rus maktabdan olib keladi bolasini. Teng yarmi. O'zbek sinfga rus maktabdan olib keladi. Shuning uchun yarim bolamiz rus tilini biladi, rus tili asosiy tili bo'lib qolgan uni. Va mana shu muammo bor. Endi bu muammo ota-ona o'zidan kelib qolmagan. Ya'ni qaysarlik qilib, mana shunaqa bo'ladi emas, yo'q. Mehnat bozori shunaqa. Mehnat bozorida sotuv menejerlari, call centerlardan boshlab, to yaxshi joylarda, misol uchun, oddiy ofitsiant bo'lmoqchi bo'lsa yoki menejer bo'lmoqchi bo'lsa, yaqingacha rus tili talab sifatida qo'yilgan. Ya'ni o'zbek tilini bilsin, rus tilini bilsin, ba'zan o'zbek tilini bilish shart emas degan holatlar ham bo'lgan. Yaqingacha 2021-yilgacha men taxminan eslayman, 2020-yilgacha o'quv markazlar, do'konlar, butiklar o'zbek tilida kontent yurg'izishni deb bilgan. Ya'ni hamma narsasi rus tilida bo'lgan. Blogerlar chiqib rus tilida gapirgan, matnlari rus tilida yozilgan. Katta brendlar mutlaq hurmat qilmagan. Hamma kommunikatsiyasi, ya'ni bog'lanishi mijozlari bilan o'zbek tilida mutlaq olib borilmagan. Ingliz tilida, rus tilida bo'lgan. Endi ko'ramiz, katta brendlar ham tahrircha yollab, boshqa qilib o'zbekcha gaplashib, ba'zi brendlar ko'ramiz, mutlaq rus tilida kommunikatsiya qilmay qo'ydi. Va SNG bo'yicha, ya'ni MDH davlatlari bo'yicha tadqiqot ham o'qib oldim. U adashmasam O'zbekistonda yildan yilga rus tilini bilish foizi kamayib boryapti. Bu faqat ya'ni o'sayotganga o'xshab ko'rinadi bizga. Chunki boyiga o'qiyapti-ku, ya'ni rus maktabga beryapti, hamma bilib chiqyapti deb o'ylaymiz. Lekin asli kamayyapti, chunki oldin 60-65% bo'lgan ekanda rus tilini bilish. Chunki tabiiy rus tili davlat tili bo'lgan 91-yilgacha. O'sha avlod bor, to'dalarimiz, buvilarimiz boshqa. Hozir 20% ga tushib qolibdi rus tilini asosiy o'sha muloqot darajasida biladigan. Ya'ni bu tushib borgan sari bu xuddi bir bitta chet tilga o'xshab qolish ehtimoli yuqori, juda ham. Va faqatgina rus tilini bolam bilsa bo'ldi deb shunga tikayotgan odam yutqizish ehtimoli katta. Chunki u ingliz tilini bilish va o'zbek tilini bilmaslik hisobiga rus tilini o'rganadi-da. Va mana bitta ota-ona bilan gaplashib qoldim. Yaxshi davlat ishida ishlar ekan. Azbek, men o'zbek maktabga o'tkazaman bolamni. Siz maktabingiz o'zbek ekan, shunga olib keldim. Nimaga? Bizda hozir o'zbek tilini chiroyli, to'liq, xatosiz yozadigan odamlarni qadri oshib ketib qoldi ishxonamizda.
O'zbek tilini bilish shart qilib qo'yilyapti. Avval biz ishga kirgan paytda unaqa emas edi. Avval rus tilida hamma hujjat almashinuvi, hujjatlar, o'zaro muloqotlar, guruhlar hammasi rus tilida bo'lardi. Asosiy tilimiz rus tili bo'lardi. Endi o'zbek tilini muhimlashyapti va bu narsa men ko'ryapman 10-15 yildan keyin bundan ham kuchayadi. Tabiiyman bolalarim ertaga jamiyatda 85% gaplashadigan tildan quruq qolishini xohlamayman deyapti. Va aka to'g'ri qaror dedim. Misol uchun to'g'ri qaror, bolalaringiz rus tilini o'rgan bo'ldi. Ingliz tilini biz o'rgatamiz, xudo xolasa. Kamida 2-3 ta til bilib chiqadi. Asosiy jamiyatda tilini bilmaslik tabiiy 85% odamdan quruq qoladi suhbatdan deb gaplashib qoldik va bu ko'pchilikni xayolida bor. Bizda aynan shu sektorda, davlat sektorida ishlaydiganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Chunki Mirzo Ulug'bek tumani o'zi. Ya'ni joylashgan joyimiz shunaqa, gaplashib qolamiz. Ongli ravishda o'zbek maktabga olib kelishyapti. O'zbek tilida o'qisin, o'zbek tilini ravon bilsin, tili xatosiz yozsin. Chet tili sifatida ingliz tilini bilsin deydi. Va o'ylaymanki, bu jarayon o'zbek tiliga qarab yuryapti. O'tgan yil birinchi sinfimizda 10 ta bola bo'lgan, Temurbek. 10 ta bola. 10 ta o'zbek sinfda 10 tagina bola yig'ilgan. Narxi 1 million arzonroq. Narxini arzon qildik odam yig'ilsin deb. O'zbek guruhida. O'zbek guruhida 10 ta bola yig'ilgan. Mirzo Ulug'bek tumanida endi. Birinchi sinf rusda 24 ta yig'ilgan, ikkinchisida ochasan deb janjal qilishgan. To'lgan. Janjal, ochasan, bilmayman, bolamga joy topib berasan. Ochmaganmiz, yo'q, bo'ldi. Bitta bundan deyapmiz. Bu yil birinchi sinf rusimizda 18 ta bola yig'ildi. Birinchi sinf o'zbekimiz 2 tasi to'ldi. Narxini oshirib qo'ydik, teng qilib qo'ydik. Bir xil qilib qo'ydik narxini. Bu ham biz o'zbek maktab sifatida ko'rsatib berayotganimizdir, balki odamlar bo'ldi, mana bo'larkan-ku o'zbek ta'limidan o'rganyapti-ku bola. Endi lekin qiziq tarafi, sizlar o'zbek tilida ta'lim berib, bolaga IELTSdan 7.5 bemalol oldiryapsizlar-ku. Bu osonroq. Ya'ni iloji bo'lyapti-ku. Moqchiman-da shuki, o'ylayman, nima uchun o'zi rus tilini berishadi? O'sha rus tilini o'rgansin. Shunaqa deyiladi. Lekin mana o'zbek tilida ta'lim berib turib, bolaga xususiy maktab IELTSdan 7.5 sertifikatni 8-sinf, 9-sinfda oldira olyapti-ku. bemalol qilsa bo'ladi. U ingliz tili karrasiga olsin rus tilidan. Va men Farg'onada shu narsani ko'rdim. Rus maktabga berishyapti. O'y, men aytaman, rus biologiya o'qituvchisi bormi maktabda deyapman? Yo'q deyapti. Fizika o'qituvchisi bormi? Yo'q, kuchli emas. Tarix o'qituvchisi bormi? Yo'q. U bola til o'rganib chiqadi xolos. Ilm qolib ketadi. Ya'ni u tilni o'rganib chiqadi. Bo'ldi, u ilmiy so'zlarni, ilmiy narsani ola olmaydi. Ya'ni chunki o'zi aholi kam, uni aholining ichida yana rus tili o'qituvchilar kam, o'qituvchilar ichida rus tili fizika o'qituvchi yo'q deyarli. Lekin hamma rus sinf ochib olgan. Endi qayerdan oladi o'qituvchi desa, endi bo'ldi, siz bor bo'lsangiz bo'ldi, dars o'ting deb mana shunaqa qilib qo'yishgan. Ya'ni ilmdan qolib ketadi. Men shunaqa ota-onalarga aytardim-da, agar farzandi rus maktablarga borsa, eng kamida uyda o'zbekcha gaplashishlari kerak. Ha, xuddi shunaqa. Eng kamida uyda, chunki bu holat ham bor ekan, ko'pchilik uyda ham ruscha gaplashamiz deyapti. Bola jamiyatga qo'shila olmaydi ertaga. Chunki borgan sari, ya'ni nima deydi, masalan, tashkilotlarda ko'ryapmiz, agar mabodo o'zim ham bilaman, Shavkat Hasan aka rus maktabida o'qigan, zo'r gaplashadi, lekin biror joyga borib Shavkat akaga kimdir ruscha gapirsa, o'zbekcha gapir deydi. Ya'ni shaxs sifatida yoki davlat tilini hurmat qilmayotganligi uchun, ayniqsa O'zbekistonda bizda bu narsa juda yaxshi rivojlanib kelyapti. Ya'ni davlat tiliga hurmat keltirish va men ko'ryapman, O'zbekistonda yashayapti shu odamlar. Tug'ilgan 25-30 ga kirgan, xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydi, lekin o'zbekcha bilmaydi. Turkiyada ko'rdim mana shu narsani. Xususiy maktab, ingliz tili xususiy maktablar ham bormi? Ispancha, fransuzcha desam. Albatta bo'lsa kerak, lekin 99% maktabda turkcha bizada deyapti-da. Ularda millatparvarlik juda nima bo'lib ketib qolgan. Lekin bu minusga ham ishlaydi. Ingliz tilini bilish, qo'rqmasdan aytaman, O'zbekistondagi yoshlar ancha-muncha davlatdan yaxshiroq. Masalan, IDP O'zbekiston dunyo nechinchi yildan beri qayta birinchi o'rinda olyapti. Ya'ni IELTSdan ko'p berish bo'yicha. Umidjon aka qayta. Chunki bizda haqiqatdan jamoaviy tarzda ingliz tilini o'rganish Toshkent shahrida juda ommaviylashib ketyapti. Men kecha postam yozdim shu haqda. Biz IELTSlar soni bo'yicha top 15 ta davlatlarga kirib bo'lamiz. Xitoy, Vietnam bor o'tdi, Singapur bizdan aholi soni ko'plar juda ko'p. Ha, ya'ni biz top 15 talikda biz hozirgi ko'rsatkichlarni, raqamlarni 3 barobar oshirsak bo'ldi. Vietnam ham orqada qolib ketadi. Vietnam aholisi bizdan ko'proq va ular ancha, misol uchun, nima deydi, harakatchanroqda, endi ancha kambag'alroq davlat. O'tib ketish. Top 15 talikdamiz, nechta davlat bor misol uchun-da, ya'ni anaqa bo'yicha, ya'ni dunyo bo'yicha. Tilda bizda qobiliyat bor. Ingliz tilini bemalol o'rgana olamiz. Men aytamanki, ingliz tilida 2 milliard odam gaplashadi va ko'payib boryapti. Rus tilida 300 million odam gaplashadi va u kamayib boryapti.
Agar ikkita til tanlash imkoniyati berilsa, bolada vaqt kam bo'lsa, rus tili yo ingliz tilini Ingliz o'rganish kerak, tili. qaysi birini o'rgansin? Endi kim bo'lmoqchi u? Mhm. Ya'ni kim bo'lmoqchi? Agar men xizmat ko'rsatish sohasida ishlayman, ofitsiant bo'laman yoki bor ana deylik sotuvchi bo'laman, Hududimdan chiqmayman desa, hududimdan chiqmayman desa, Toshkent shahrida hali ham rus tilini ishga kirishda anaqasi bor. lekin kelajak uchun emas-da bu ham. Ha, hozir bor. Aktiv holatda. Hozirgi lekin u bola holatda 10 yildan keyin chiqishi mumkin o'zi sohaga. shunaqa. Hozirgi holatda shunaqa. Lekin u hozirgi kunda va Toshkentda kerak u. Shu haqiqatdan mana shu to'siqqa uchraydi yoshlar. Lekin yo'q, men oliy ma'lumotli bo'laman, men qanaqadir qiyin muammolarni, texnik muammolarni yechaman, muhandis bo'laman, dasturchi bo'laman, men yurist bo'laman, shifokor bo'laman desa, ilm tili ingliz tili. Ilm birinchi ingliz tilida yo'q. Hamma dokumentatsiya, ya'ni hujjatbozlik deganda bu IT hujjatlar, muhandislik hujjatlari, meditsinani tili ingliz tili. U shart emas. Rus tilini mijozi bilan gaplashish muloqot darajasida bilsa bo'ldi. U muloqot uchun 7 yil, 10 yil, 15 yil, 12 yil rus sinflarida o'qish shart emas. Muloqot 6 oy muloqot anaqasini olsa bo'ldi, mijozi bilan gaplashib ketadi. Lekin uni ilm sohasini nomer 1, ya'ni eng birinchi raqamli inson qiladigan vositasi uni ingliz tilisi bo'ladi. Men aytardimki, agar ingliz tilini bilmaganimda, maktablarimiz boshqacharoq bo'lardi. Ya'ni o'ta an'anaviy bo'lardi. Ya'ni ancha ko'p ishlarni boshqacha qilgan bo'lardik. Ya'ni biz SSR holatidan, sobiq SSR ittifoq holatidan chiqib ketishimiz qiyin bo'lardi, chunki o'sha adabiyotlari ko'rilardi, o'shani videolari ko'rilardi. O'sha narsadan chiqib ketish qiyin bo'lardi. Lekin biz ingliz tilini bilganimiz uchun, jamoamiz, men o'zim aytmayman, butun jamoa miqyosida bilganimiz uchun, biz dunyo nima qilyapti o'zi? Bu davlat emas, Singapur nima qilyapti, Yaponiya nima qilyapti, bu nima qilyapti? Joriy qila oldik, ya'ni qilishga harakat qilyapmiz har holda, to'xtab qolmaslik. Va men sizga aytaman, shunaqa xususiy maktablar bor, 15 yildan beri ishlaydi, 10 yildan beri ishlaydi, 20 yildan beri ishlaydi. Asoschisi asosan ayol kishi u maktablarni va opa asosan ayol kishi bo'lgani uchun opa rus tilini zo'r biladi. O'zbek tilini bilmaydi va ingliz tilini bilmaydi va rus maktab qilib qo'ygan. 10 yildan beri 300 tadan oshmagan o'quvchisi. Va u maktabni bitiruvchilari rus tilini bilib chiqadi, yaxshi natijaga erishishadi, universitetga kirishadi, lekin birorta eshitmaysizki, hamma o'quvchisi ayol hisoblanadi. Bizda bo'ldi o'tgan yil 34 ta bitiruvchidan 33 tasi ayol soldi. Bu yil 50 tadan 50 tasini oldirmoqchimiz misol. Yoki hammasini grantga kirgizmoqchimiz. Yechim bor ekan, mabodo 50 ta olmasa, bittasini haydab yuborasizda. O'tgan 15 ta haydadik shu narsaga erishish uchun. 50 tada o'tgan yil ham bor. Lekin mana hozir yangi avlod o'zingizlar tarbiyalayapsizlar-ku, mana o'tgan yil ulgurmay qolgan bo'lishlari mumkin. Chunki yangi edi, lekin bu yil aniq ulgurasizlar. Shunaqa. Ulgurmasliklar qaraylar. Engacha mard davomimiz. Men bolalarga aytaman, menda ikkita variant bor deyman. Yo natija bilan chiqasan, yo haydalib ketasan. Bo'ldi, boshqa yo'li yo'q deyman-da. Yo bu yoqqa, o'rta yo'q. Endi to'g'ri shu o'zi. Shu boshqa yo'li yo'q. Chunki anaqada ham aytdim-ku, Samarqandda Najot ta'lim ochilishida dedim. Men dedim, universitet bor dedim. Bitta universitet bor. Minglab o'qituvchi chiqaradi. Va uni diplomini hattoki davlat maktablari tan olmaydi. Boy IELTS bilan keladi. Va biz ham u diplom bilan kelsa, uzr, IELTS bilan keling yoki CEFR bilan keling yoki CELTA bilan keling deymiz, diplomni ko'rib chiqmaymiz. Diplom o'zi bilan topshirsa. Lekin Najot ta'lim bitiruvchisi kelsa, biz suhbatga chaqiramiz deyman. Nimaga? Chunki bitira oldimi, sabri bor, harakati bor, diqqati bor, vaqti bor, bir nimani qila oladi, eplay oladi. Chunki bitira oldi, bitirish oson emas. Endi ana universitetda uzr bormaysiz ham bitirasiz-da. Tabiiyki u anaqani qadri tushadi. Men bolalarga aytaman, sen Rahim School'ni bitirib, pul to'layapman, bitiryapti. Uzru sen bitirganingdan keyin sen qaysi universitetga borasan, qayerdadir ishlaysan. Xohlamayman, men maktab bitirib kelgan bola, meni yuzim bo'lasan sen deyman-da, o'shaning uchun bitirmaysan men deyman. Va mana shu strategiyani qo'llaganimizda New York va Abu Dhabi va Shanxaydagi New York universiteti bor, top 100 taliga kiradi New York universiteti. Shuni vakili menga yozdi, pochtamga, telegramimga va keldi bizning maktabga. Bizni bolalar uchun alohida xos prezentatsiya qilib berdi, o'zim universitetini reklama qilib. Nega unaqa qildi desa, birinchidan dedi, eng ko'p bola O'zbekiston bo'yicha sizlardan kirdi bizga dedi. Va dedi, bolalar yaxshi chiqdi dedi. Ya'ni kuchli bolalar ekan, yaxshi bolalar ekan dedi. Men endi aytdim, bu bizani bolalar emas, aslida bizda 1 yil o'qigan, biz ularni bitta joyga yig'dik xolos. Mana boya aytdingiz-ku, qizimizni xuddi shunaqa grant berib, chaqirib, telefon qilib, ota-onasini ko'ndirib, mana shunaqa yig'ib bitta joyga yig'ib qo'yganmiz. Mana bir-birlariga motivatsiya bo'lib yurlaring. Mana shu maqsad. Va u bizning yuzimiz, u bitiruvchi ertaga. Biz uni pulini olib o'qitib qo'yadigan bo'lsak, u yechim bo'lmaydi. Xuddi shunaqa bolalarga ham aytaman, men bolalar dunyoga chiqasanlar. Hamma mana yanvarga borib Westminster, Singapur, mana shunaqa
Akfa universitet kirib bo'ldilaring, talabasanlar. Xavotir olma, yanvar bo'ldi. O'qib olasanlar, ko'ping grantga ham kirdilaring, o'qib olmasang ota-onang o'qitib oladi. Lekin bu yechim emas, bu to'xtash kerak emas. Bu ingliz tilini biladiganlar. Nimaga san qolmaysan? Nimaga san Amerikada grant yuta olmaysan? Nimaga san Malayziyada grant yuta olmaysan? Nimaga san Abu Dabining eng zo'r universitetlarida o'qiy olmaysan? San va bitta qiz aytyapti. Aziz aka, men qiz bolaman, ota-onam yubormaydi. Men Westminsterga kirib qo'yaveraman. San kirib bo'lding do'g'man. San rezultating bor, matematikani qara, ingliz tilini qara. Endi noyabrda gaplashamiz, 1 yil oldin. Men sendan rozi emasman dedim. Grantimni ham olib qo'yaman dedim. Agar topga grantga kirmasang dedim. Bo'pti dedi, grantdan qo'rqdimi, boshqa qildimi? Va ketmasang va mayli, ketmasang qiz bolasan, men to'g'ri tushunaman, oilaviy holat. Lekin avval kirib keyin ketmagan. Ha, shunaqa. Ya'ni bu nima, zo'r qizga dedim, sovchi qo'yganda, men anaqachi, u sharoitim yo'q boshqa. Yo, u rozi bo'lsa uylanmayman deb keturasan keyin dedim. Lekin sen o'zing darajangni bilib olasan va tayinlanasan unga. Turkiya burslarini yutdi shu qiz. Turkiya burslarini yutdi, u bilasiz, bileti, mehmonxonasi, hamma narsasi. Qaysidir suhbatiga bormadi, men bu anaqa qilmayman deb suhbatiga kirmadi, endi anaqa bormadi, ketmadi. Lekin yutdi, o'zini darajasini bilib oldi-da. Ertaga misol uchun o'tbotga borganda, men Westminster talabasiman deyishdan tashqari Turkiya burslarini yutganman dedi. Mayli, ketmagandir. Mayli, qaysidir bosqichiga umuman bormagandir suhbatiga misol uchun. Lekin yutdi. Mana shunaqa holat, bu global bo'lsangiz, lokalda yaxshi bo'lib ketaveradi o'zi shunaqa. Ya'ni siz dunyo darajasida yaxshi kadr bo'lsangiz, aniq men o'ylayman, rus tilini bilmasangiz ham Toshkentda o'rningizni topasiz. Bemalol iloji bor narsa. Men bolalarga xuddi shunaqa deyman. Va sen men Toshkentda o'rnimni topaman, O'zbekistonda o'rnimni topaman desang, boyga kuching 10 kiloga yetsa ham 5 kiloda qolib ketasan. Chunki uzr, bu yerda eng kuchlilar globalga qarab ketyapti, senga raqobat qolmayapti. Sen kuchli bor kuchingni ocha olmaysan, chunki raqobatdosh hammasi chiqib ketyapti yoki katta loyihalar qilyapti yoki misol uchun butun dunyodan talant yig'ilib kelmayapti-ku bizga. Misol uchun Xitoyliklar bostirib kelib, men O'zbekistonda karyera qilaman demayapti-ku. Demak, raqobat hali bizda juda oson. Ya'ni Toshkentda O'zbekistonda raqobat qilaman degan odam tez bo'shashib qoladi. 3-4 yil harakat qiladi, hammadan o'tib ketadi, keyin endi nima qilaman deb o'tiradi. Yaxshi. Endi kasb masalasi sizga. Bolani o'zi necha yoshdan kasb yo'naltirish kerak? Ba'zilar juda voqli boshlab boradi, ba'zilar juda kech, ya'ni yetib keladi. Masalan, eng katta dilemma nima? Bolalar, ya'ni bolam qaysi universitetga topshirmoqchisan deydi ota-ona, men Balonga desa aralashmaydi. Keyin kiradida o'qishga 1 oydan keyin endi bu soha meniki emas ekan deydi. Lekin ota-ona nima deydi? Ketmaysan o'qishdan deydi. Juda katta. Ha, ketmaysan deydi. Nima desang ham ketmaysan deydi. Chunki biz endi odamlarga nima deymiz deydi. Seni o'qishdan tashlab ketdi deymizmi deydi. Eng ko'p eshitadigan gapimda, eng ko'p eshitadigan gapim. Ya'ni umuman bolaga kasb qachon tanlanishi kerak va ota-ona kasb tanlashda bolaga hozir aytdingiz-ku mana, yo'nalish tanlash haqida gaplashdik biroz. Qanday qilib turib o'sha bolaning kasb tanlash yo'lini o'rgatish mumkin? Mana hozir deylik 9-sinfdaman. Hozir ayt soldiryapsiz, to'g'rimi? Kasb bo'yicha ham gaplashyapman deyapsiz. Bu maktab paytidan bo'layotgan, demak, universitet paytidan emas. Shun bo'yicha. Bu yerda to'g'ri maktablarda ham, ya'ni har bitta odamda ish kerak. Shu joyda bitta narsani aytishim kerak. O'tgan yil mendan so'radingiz, o'tgan yil shu yil siz Abdurahmon degan kursdoshingiz bor ekan dedingiz, keyin qayerdan bildingiz desam, ukasi bizda o'qiydi dedingiz. Demak, tushundim, siz o'zingiz ham aytib berdingiz. Har bir bola bilan gaplashasiz. Akang kim, ota-onang kim? Shu orqali qiziqishlarni aniqlashtirib olasiz. Shundan bo'ldim, Abdurahmon qayerdan tanilgan, ish tushib qoldimki Abdurahmonga deb bo'ladimda. Endi hamma ish tushishi mumkin. Hayron qolib dedim, ya'ni qiziq bo'ldi menga. Har bir hozir ham aytyapsiz, bolalar bilan gaplashishingizni. Xususiy maktablarga ham yaxshi insight bo'ladi-da u. Demak, xususiy maktabda direktorlar, rahbarlari o'zini qo'l ostidagi har bir bolani tanish kerak. Men sizning gapingizdan o'sha narsani tushunib oldim. Eng kamida asoschi tanimasligi mumkindir, balki ko'p filiali bo'lsa, lekin direktor tanish kerak. Shunaqa. Men o'tgan direktor bo'ldim-ku o'zim. Ha, o'zingiz direktor bo'lgan edingiz, ya'ni tanishish kerak. Hammasi bilan gaplashgansiz, menga qoyil, eng kamida bitiruvchilar bilan ishlagan bo'lsa kerak, bir. Bitiruvchilarni zo'r tanirdim. Deyarli hammasini. Buyuklar hammasi bilan tanish olman sekin-sekin. Endi kasb bolani kasbi bo'yicha gapirsak, bolaga ota-ona qanday yordam berish mumkin? Men o'sha payt ta'lim dargohi va o'zi necha yoshga kelganda bo'ldi, men shu soha bo'yicha ketaman degan qaror qabul qilinishi kerak. Va o'sha kasb tanlanguncha bo'lgan muddatda biz aytdik, ingliz tilini o'rgangan bo'lish kerak. Yana nima o'rgangan bo'lgan bo'lsin? Juda aktual mavzu va ko'pchilik eshitishga tayyor bo'lmagan javob beraman men. Yo'q, qiynamaymiz. Og'ir, lekin bu narsani ikkita manbasi bor va ikkalovi bir-biridan mustaqil. Birinchi manbasi bu o'zimizni eski an'analarimiz, Turkiy davlatlari an'analari. Eski an'ana bo'yicha qanaqa bo'lgan o'zi? Eski an'ana bo'yicha deyarli hamma bola savod chiqargan.
endi u payt madrasa bo'lgan, hozir maktab. Ya'ni 12 yosh taxminan, 11-12 yoshgacha hamma mutlaq yoppasiga savod chiqargan. O'zi tugatiladigan, o'qilishi majbur bo'lingan kitoblar bo'lgan. O'sha kitoblar o'qib tugatilgan. Hozirgi kunda alifbedur, tabiatshunoslik, odobnomadir, o'sha payt kitoblari bo'lgan. Hamma savod chiqarishi kerak. Istalgan bola sanash, matematika, tabiatshunoslik, bazaviy asos fanlarni bilish kerak. Va 12 yoshga yetib borish kerak shu bilan. Kimdir 6 yoshdan borar, kimdir 7 yoshdan borar. Bu boshlang'ich maktabga to'g'ri keladi, uzog'i 5-sinfga oxirigacha to'g'ri keladi. Va mana shu davrga borib, ota-ona ham, o'qituvchi ham e'tirof etadi. Mana bu bolani ilmga rag'bati bor deydi. Ilmga, izlanishga rag'bati bor bu bolani deydi va bu bolalar o'zi o'qiyotgan paytda ajralib qoladi. Boyga yetganimki 30-70 bo'lib qoladi. 30% bola 11-sinfgacha o'sha rag'batda ushlab boradi, 70% bola yo'lda tushib qoladi rag'bat. Shuning uchun ham 4-sinf oxiriga borib prezident maktablari bolalarni imtihon qilib oladi o'ziga. Lekin bunda o'ylab qarasangiz, geniy deymizmi, daho chiqarish uchun yoki o'sha yetuk kadr chiqarish uchun prinsipdan olgan yaxshi emasmi? Mantiqan qarasa, u prinsipdan, bog'chadan tarbiya qilib kelgan yaxshi emasmi? Gap shundaki, rag'bat u payt aniq bo'lmaydi. Ya'ni u payt o'sha 5-sinfga borib 70% bolada rag'bat so'nadi. Ya'ni bu yoki harakat so'nadi yoki zehn o'zini pikiga chiqadi. Ya'ni darajasi u yog'iga ko'tarmayapti. Ya'ni sanash hamma zo'r o'rganadi. Misol uchun alifbeni hamma o'rgandi, o'qish yozish hamma o'rgandi, lekin sal qiyinlashganda, matematika, fizika, logika mana shunaqa kirishni boshlaganda bola yo'q bo'ldi. O'zini nuqtasiga keladi. Shuning uchun ham iqtidor maktablari 5-sinf, 6-sinfdan oladi. Bola shu paytgacha borib ochilib bo'lgan bo'ladi. Demak, hamma savodni chiqardi. Bazaviy asosiy ilmlarni oldi. Endi boyagi bolalar ajraldi, 3 ga yetdi. Mana bu 3 ta davom etsin ilmida. Hozir buni gaplashamiz. Hunarli endi oddiy maktabga berib turib, endi oldin maktabga berilmagan, misol uchun Turkiy davlatlarda maktabga berilmagan, balki hunarga berilgan, shogird qo'yilgan. Bo'ldi. Qassobga shogird, o'sha deylik, o'sha elektriklar bo'lmagan bu payt endi baqqolga shogird, dehqonga shogird, qoziga shogird, mana shunaqa shogird qilmaydi. Qozi ilm ahli, adashib ketdik. O'sha shogird qilib berilgan edi. Hunarlar bor-ku, novvoyga shogird, oshpazga shogird, ya'ni 200-300 ga yaqin kasb bor. Misol uchun. Hammasiga shogird qilib berilgan. Mana 6 oy ishlab ko'r. Bo'ldimi? Sanikimi? Saniki, bo'ldi, olib ketasan. Bo'lmadimi? Endi 6 oy. Endi 6 oy. Endi hozir aytishingiz mumkin, hozir maktab majburiy-ku butun dunyoda. Majburiy ta'lim-ku. Bo'ldi. Tushlikkacha o'qitadigan maktabga bering-da. Hunar bolasi bu ilmda tortmayapti, bu 70% ga. Hunarni almashtiring, shogirdligini almashtiring. Boyagi texnik odamga, elektrik odamga, santexnik odamga, deylik, oshpaz odamga shogirdlik qilib tashing. U tasavvur qiling, 1-2 yilda bitta kasb ichida yursangiz, qanaqa zo'r bo'lib ketasiz. Mutaxassis bo'lasiz. Bizda ko'pchilik 20 yoshda boshlaydi o'zi, o'quv botga urib ko'radi, boshini yoqqa borib ko'radi, bu yoqqa urib ko'radi, keyin bo'pti shu ekan deb shuni qilib ketadi. 12-13 yoshdan boshlasa bilasizmi qanaqa professional bo'ladi u? Qanaqa zo'r elektrik bo'ladi u? Qanaqa zo'r qassob, qanaqa zo'r santexnik bo'ladi? Shunda katta bo'lgan u. Bolalar mehnati boshqa deyish mumkin. Yo'q, u pul olmaydi. Shogird bo'lib ish o'rganib yuradi u. Endi boyga 30% qoldi. Bu 30% ilm yo'nalishida qobiliyati bor. Endi buni ilmni beraveramiz hammasini. Riyozotni hammasini, humanitar, ya'ni insoniy ilmlarni hammasini va falsafiy ilmlarni hammasini beramiz. Berib, qani ko'ramiz qaysi birida endi ochiladi. Bola bu 11-sinfgacha davom etadi, hattoki 21-22 yoshgacha universitetda 1-kursgacha davom etadi. Shuning uchun universitetlar odatda 1-kurs bolalardan yo'nalishni o'zgartirishni kutishadi. Bemalol istalgan top universitetingizda 1-kursga borganingizda ham, tugatayotganingizda ham iqtidor testlari bor, suhbatlar bor. Men bolalarga aytaman, bolalar mana o'sha bola ham aytadi-da, aziz aka deydi, aerospace engineering deb yoqmasa-chi, qiyin bo'lsa-chi. 1-kursdan keyin almashtirib olasan domma. Qiyindan osonga o'tsang bo'ldi, oson olib ketasan. Hamma joy ruxsat beradi. Istalgan universitet, mana Westminsterlar ham boshqasi ham foundation year deydi, ya'ni foundation year, bazaviy yil o'qitadi, ko'p joyda bir xil bo'ladi va uni bemalol o'ylab ko'r, shoxasanikimi, almashtirib ko'r. 2-kursdan bemalol o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Va buni tabiiy jarayonda qabul qilish kerak. Ota-ona ham, o'quvchilar ham faqatgina o'sha yo'nalishni aniqlab olish kerak. Yo'nalish texnik yo'nalishmi, insoniy, humanitar, ya'ni tarix, diplomatiya, iqtisod, mana shunaqa yo'nalishmi? Ikkalovidan bittasini aniq qilib olish kerak. Texnik yo'nalish bo'lsa, ichida yuraveradi bemalol. Shuni qilib oldimi, endi 20 yoshda ham, 21 yoshda ham almashtirish muammo emas. Lekin men agar oliy ma'lumotni ishlatmaslik
ishlatmaslik ehtimolim katta degan odamlar borda. Tadbirkor bo'laman, otam ishini davom ettiraman, uyda o'tiraman degan odamlar borda. Qanaqa ma'lumot olgan insonga eng ko'p foyda beradi? Texnik ma'lumot yordam beradi. Ya'ni bu matematika, bu fizika, bu o'sha muhandislik, bu miyani shunaqa ochib yuboradiki, bundan keyin sizga buxgalteriya bormi, moliya bormi, marketing, hamma narsa pista-pochoq bo'lib qoladi. O'tirasizda, otni qanaqa yoyamiz, tahlil qilamiz, formulaga qo'yamiz, chiqarib tashlaysiz. Ya'ni ishlatmagandaki hayotingizda yordam beradigan oliy ma'lumot, endi ishlatsangiz qanaqa bo'ladi, tasavvur qiling. Va deylik, filologiya o'qiganingiz yoki o'sha qanaqadir Indoneziya tilini o'qiganingiz yoki tarix, qaysidir davrlar tarixini o'qiganingiz hayotingizda foyda keltirmasligi mumkin. Iqtisod o'qiganingiz misol uchun unchalik, lekin texnik bilimlar undan ko'ra ko'proq foyda olib keladi. Shuning uchun ham bolalarga men aqliy qobiliyating bormi, texnik yo'nalishni olgin. Qiynalsang, o'sha texnika o'zini ichida oson yo'nalishlar bor. O'sha yoqqa bo'yicha ketgan deyman va texnik yo'nalishni o'rganayotgan har qanaqangi odam biladiki, til bilmasa o'smas ekan, o'smasligini tushunadi. Til bilmasam bo'ldi, men joyimda qotar ekanman deydi va til ana o'sha paytda, ya'ni o'rganadi yoki davom ettiradi. Asosiy maqsad emas, balki vosita bo'ladi. Vositaligini tushunadi shunda. Men hamma hujjat ingliz tilida ekan-ku, hamma eng zo'r kitoblar o'sha yerda ekan-ku. Menda tibbiyotda o'qib yurganimda shunaqa bo'lganda. Eng zo'r atlaslar, eng zo'r adabiyotlar, eng zo'r leksiyalar rus tilida bor edi, lekin ingliz tilisini ochsam ancha yengil, ancha zamonaviy. O'rganmasa bo'lmas ekan. Yaxshi shifokor bo'lish uchun til bilish bu xuddi anatomiyani bilish bilan bir xil ekan degan narsaga to'xtaganmiz. Mani otam shifokorlar, lorlar 50 yoshlarda ingliz tilini o'rganishni boshlaganlar. Ya'ni shu shifokor bo'lish uchun ingliz tili kerakligini bilib, hozir ham o'rganadilar. Ingliz tilida bemalol gaplashamiz, o'tiramiz, telefon qilganimda, "Hey, my son" deb javob beradi. Yaqinda intervyu chiqarmoqchiman otam bilan. 50 yoshda boshladilar ingliz tili tibbiyotga kerak ekan dedilar. Ya'ni busiz bo'lmagan ekan, bo'lmas ekan. Ya'ni istalgan texnik yo'nalishning asosiy tili bu ingliz tili. Qaysidir gumanitar yo'nalishda, misol jurnalistikadan ketaman yoki O'zbekiston tarixini o'qidim, unga til kerak emas, chunki hamma manba o'zini tilida. Lekin mana shu yo'nalish menimcha yaxshi. Demak, ota-onalarga tavsiya, bolangizni kuzatib keling yoshligidan. Hunar insonimi, ilm insonimi aniqlang. Hunar insoni bo'lsa, maytapini minimallashtiraylik, qiynamaylik bolani umrini bekor o'tkazib, boshqa narsaga berilib ketadi. Undan ko'ra shogird beraylik, almashtiraylik, topgan joyida shogird bo'lib ketsin, uyat joyi yo'q. Oliy ma'lumotli bo'lganidan ko'ra shu bola 3-4 barobar ko'p pul topadi. Bu nafaqat bizning eski turkiy an'ana, Brian Kaplanning bu borasida kitobi ham bor. Ta'limni hammani oliy ma'lumotli qilish shart emas. The Case Against Education degan kitobi bor. U George Masonning professori. Aytadi, o'zimning o'g'illarim iqtidori bo'lsa men oliy ma'lumotni olib ketaman deydi. Iqtidor bo'lmasa ishlasin chiqib deydi. 14 yoshdan ishlasin, u 4 yil yutgani katta bo'lgandek 10 yil bilan teng deydi. Bu g'arb tadqiqoti ham shunga tajriba eng qimmat narsa. U tajriba oladi va u yosh paytida oladi-da u narsani. Hamma narsadan g'ami yo'q, boshqa. Chunki insonlar 20-25 yoshda ham u yoqqa urib ko'ryapti, kira qilib ko'ryapti, bir kuryerlik qilib ko'ryapti, umri bekor ketib qolyapti-da. Undan ko'ra bo'ldi. Endi ilm yo'nalishi emasmi? Mana shu. Hali ham bu zo'r bo'lib ketadi. Ilm yo'nalishligi odam bo'lsa, uni shoshirmaylik. Topadi yo'lini. Chunki u hamma bazani ko'tarib kelib, ko'nikmalarni hosil qilib, yaxshi fundament yig'ib turib, kimdir 18 yoshda topadi, kimdir 17 yoshda topadi, kimdir universitetda birinchi kursda topadi. Universitetlar o'zi shuning uchun kerak. Universitet o'zi butun bir yo'nalishlar, professorlarning jamlanmasida birinchi kursga borib turib, o'zi bu bunaqa ekan, bu soha buni o'tga kirib ko'radi, bu o'tga kirib ko'radi. Shifokorlikda mana biz ham o'qiganmiz, butun dunyo bo'yicha tajriba shunaqa. 4-kursgacha bolaga yo'nalish tanlashga ruxsat berilmaydi. U hamma ba'zan o'qiydi, yo'nalishlarni ko'rib chiqadi, aylanib chiqadi, keyin u yo'nalish tanlaydi. Ungacha umumiy amaliyot shifokori bo'ladi. GP deydi ingliz tilida, General Practitioner deydi. Top etib, misol uchun men ko'z doktori bo'laman demaydi. U birinchi hamma yo'nalishni o'rganib, qayerda nima gaplashib, ish vaqti qanaqa, necha soat ishlaydi, menda qobiliyatim bormi, yo'qmi, men bemor bilan gaplashish yo'qadimi, operatsiya qilish yo'qadimi, hammasini ko'rib chiqish kerak-da. Xuddi shunaqa ilm yo'lidan ketganda sal kutib tursa bo'ladi. Zo'r. Aziz aka, zo'r suhbat bo'ldi. Ayniqsa men bolani to iqtidorini aniqlab, texnologiyadan tortib, bitirib, kasbli bo'lguncha bo'lgan mavzularda zo'r suhbatlashdik. Rahim School'da faoliyatiga bundan keyin omad tilayman. To'g'risi yaxshi ko'raman siz loyihalaringizni. O'zim kimdir mendan so'rasa, uch taraflardan zo'rroq bo'lsa ham siz aytaman. Ochig'ini aytaman, chunki borsin, qanaqa mehr berishingiz loyihaga, boshqa hammasini bilaman. O'ylaymanki, bugungi suhbat shu joyga tushirgan ota-onalar ancha farzandi bilan kelishish boralarida zo'r narsa bo'ldi. O'zim uchun ham insight bo'ldi.
Demak, nafaqat xususiy maktablar, balki istalgan shu videoni ko'rayotgan ota-onalar qilish kerak bo'lgan narsa boladan telefonni cheklash. Shunaqa. Va bu to'g'ri qaror. To'g'ri, bu og'riqli bo'lishi mumkin. To'g'ri, u deylik haqiqatdan qaysidir bilimlardan qolib ketishi mumkin, lekin o'rnini bosuvchi narsa, ya'ni kompyuter bor-ku. Iloji bor va uni nazorat qilsa osonroq-ku. Shunaqa. Siz aytgandek, uni xonasini ichiga emas, balki ommaviyroq joyga qo'ysa bo'ladi. Bola eng kamida o'sha deylik zararlardan o'zini anchagina uzoqroq tutadi. Gavard professorining gapi bor, shu bilan tugatsak zo'r bo'lardi. Clayton Christensen, lazzat ham ko'p iqtibos keltirildi shu odamdan, keyin olib qiziqib o'qib ko'rdimda. Clayton Christensenni gapi bor, shu Gavard professorining. Bola deydi, katta bo'layotganda men o'ylardim deydi. Ota-onam qilmayotgan ishlari menga yomonlik deb. To'sayotgan to'siqlari, o'sha zapretlari deymizmi? Cheklovlari. Katta bo'lib tushundimki, ota-onamni qilib bermagan ishlari menga yaxshilik bo'lgan ekan. Ya'ni smartfon olib berib men yaxshilik qilaman deb o'ylaymiz-da, ota-ona yomonlikdan olib bermaydi. Yo'q, o'sha balki olib bermasligimiz, to'sishimiz yaxshiligimiz bo'ladi. Zo'r. Hazraki rahmat, kattakon suhbat uchun. Rahmat.